Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körürmeler. Yeni bir katımlık uçuk söhbət programımızı görüşünlerini karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Qadirli körürmelerimiz hemala malum bolğandak yıllardan bu yan devam kılıp programımızda her daim her xil sahadadaki mutaxassislarimizni, alimlerimizni, siyasetçilerimizni təklif qilib, xilma-xil temalarda söhbət ötküzüb kelyapmiz. Bugün mu şunun cümlesinden tünügün elanımızda bergəndək. Elbette bulupmu İsrailiye Palestin uruşu dinkin bütün halkara kün taraf turvatkan nurgun devletlerdeki her xil şu kanallarda siyasetçiler, alimler davamlı halette hazırgacha xilma-xil söhbetlerde talaş tartış buluvatkan bizim elbette bundan burma söhbet her xil taraftan meyli alimlerimiz, siyasetçilerimiz olsun xilma-xil taraftan tartışkan ve programlarını ötküzgen bulduk. Bugün Siyonizm ve Semitik faşizm namıda söhbet ötküzganlığımızı elan kılgandık. Bugünkü programımızdan iki aziz mehmanı stüdyoda Şarkı Türkistan Ölüm Ala Birliği, şundaqla Dünya Müslüman Amla Birliği azası Abdurrahman Cemal Kaşgari köpbedi. Köpten köp rahmet etimiz. Şundaqla yeni bir aziz mehmanımız Konya'dan qatnaşıwatıdı. Selçuk Üniversitesi, Konya Selçuk Üniversitesi okutucusu. Şundaqla Uyghur Tədqiqat İnstitutu tədqiqatçısı Doktor Adilcan Er Uyghur. Qımmetli vaxtını çıxırıb programımız qatnaşıb bəqəlik üçün köpten köp rahmet etimiz aldığına. Rahmet, köp rahmet. Rahmet, Allah razı olsun. Qadirli körürmelerimiz programımız YouTube ve Facebook kanallarımız arqılıq Naq Meydandan tarqıtılıp atıdı. Ekran alda çıxıb duruyatqan nömrümüz şundaqla ictimai fikir vasitələrdəki əlaqə vasitələrimiz arqılıq programımızga alaqadar hər qandaq fikir təklif bolsa, berişinləriniz, suallarınız bolsa soruşunlarını ümid qılmız. Şundaqla köplügən qeydaşımızın paylanışı üçün həm bəhərləb qoşuna, həm unutmayısınlar. Və töt dəb elan bəgən toq 20 minutqa yaxın keçikib qaldıq xidmətlərini aldıraşlıq səbəblik. Bunun için keçirim sorayımız qadirlik görmələrimizdən. Elbette bugün biz ilgirki programlarımızda əmmalarınki məlumatı da bolğandak. Dini nöqtədən mı, hatta ölüm alırımız mı ayrımı toxtaldı. Bugün biz elbette şu Siyonizm ve Semitik faşizm hatta ki programımızın içinde şu Yahudilerin arasında tunulgan, İsrailiyanın içinde tunulgan, dünyada tunulgan nurgun kitapları neşir kılıngan təsir ve şəxslərlə mı bugünkü bu İsrailiyadaki aşkın, radikal, dünyada hemimiz körəb durvatqan bu vəhşi siyasetinin ki bugünküdək bir vəhşi sürətli dünyaya namayan buluşunun arqısıdaki ideyani paranlaşıq qatırışımız inşallah. Hürmetlik Adilcan'dan başlasam, Doktor Adilcan'dan başlasam bugünkü birinci sualımni. Siyonizm degen nima, qandaq payda boldu degen sualdan başlasak Adilcan. Hoş. Muvaffaq kelsa yoki Ustaz Abdurrahman Cemal abinin muvaffaq kelsa buni hozirgi shu Netanyahu hukumatining yo'l qo'ygan siyosatidan chiqish qilib turib gapni boshlasak balkim texnik tushunishli bo'ladi deb o'ylayman. Ya'ni semitik faşizm. Çünkü bununki asası yoki ideologik asası faşizm nima? Siyonizm bo'lgan bo'g'ashqa ikkisi bir-biriga munosabatlik deganni o'ylab agar muvaffaq kelsa shunda boshlaylik deb o'ylayman. Albatta, masala yo'q. Semitik faşizmdan boshlaydi. Hozir bu İsrail'de hakimiyet büyüdeki Netanyahu hükümetininki Gazze halkına yol koyatkan katliamları tamamen Semitik faşizm katara girdi. Bunu dünyadaki siyasi mutaxassisler şu kategoriye girip bağ üretiyordu. Hatta bu Birleşken Milletler Teşkilatı, Dünya Seyahat Teşkilatı Katarlık dünyadaki nüfuzluk organlarının ki bu Gazze'deki bulvatkan tragediyelik münasebetlik hücretleri şu kategoriye astı da kulağız çıkarıyordu. Semitik faşizm dediğin vakitte Yahudi faşizm diyen gap. Yani Yahudi, yani bu antisemitizm var, Yahudi düşmanlığı. Derhal müşrinki ziddi de qarıldı. Semitik diyen bu hukum aslında bu til ailesini ifade için işitilgen bir hukum. Yani aslında İbraniler, Süryaniler, Araplar, onun dinkin bu Aramiler, Habeşiler Katarlıklarınki tilini, til ailesini ifade için işitilgen bir hukum. Kince bu siyasi hukumsuzluk. Demiş bunu Semitik faşizm deyimiz diye vaktiyle İsrail'e cemiyeti emniyeti yani mandaklık seküler, liberal, solçu, onun için bu aşkın radikal dini grup, hazır koy Netanyahu okşaş, aşkın oğunçular teşkil tapkanda, xil ikimdeki bir cemiyet. Ama bu hazırki parlamentte
65 o'rindiqni egallagan bu egallagan Netanyahu dal bu oshqun o'ngchilar millatchilar bilan dal bu radikal yoki oshqun dinchi guruhlarni tashkil topgan bir hokimiyat sistemasi. Dal mushlarniki nima qilayotgan, yo'l qo'yayotgan siyosati dal semitik fashizm doirasi ko'rdi. Emniyet biz endi xabarlarni ko'rib turyapmiz. Bu Netanyahu'nunki bu semitik fashizm siyosatiga qarshi Yahudi yoki İsrail cemiyetining uzdima sekular liberal yoki solchilar qarshi chiqdi. Hatto İsrail davlatini yoqlaydigan, ammo Netanyahu hukumatiga qarshi bo'lgan bu Haaretz gazeti bor, 30lik gazetlardan birisi. Ularmi bu Netanyahu'ning hukumatiningki qilayotgan bu semitik yoki siyosati nəhayət aşqın bo'lib ketdi. Bu əməliyyatda Yahudilarga, yəni İsrailliklərə və Filistinliklərə və ərəblərə ağır təhdidlər elib qıldı deb tənqid qılgan oldu. Bunun başqa Avropada yoki bu Amerikadakı bu liberal yoki farqlı o'ylaydigan Yahudi bilim odamlari, mutaxassislar Netanyahu hukumatining bu qilmishlarining nəhayət ağır ekanligini dedi. Hatto Amerikada Yahudi universitetləri xeyli bor. Masalan, bir universitetdə ismini unutib qoldim. Şu universitetdagi o'qituvchilar yoki rektor, maktab müdürlerinki ko'p qismi ertagün bizmi Yahudilar antisemitizmdan iborat mushta bir besim duch kelsak, darhol istifa berishga majbur bo'lamiz degan gaplarni e'lon qildi. Yani demak o'g'lim, ya'ni İsrail jamiyatida Netanyahu hukumatiningki bu qilgan etganlari semitik fashizm kirdi. Bundan boshqa o'ylaydigan, tinchlikni o'ylaydigan insonlar bor. Masalan, 1995-yili bosh ministr va Rabin deydigan. Bu tinchlikni yoqlash uchun arablarni bilan cho'qim yaxshi tushunimiz kerak degan ideyani o'tirib, bu siyosat ilib berishga tirishgan, ammo oshqun bir Yahudi tarafidan suiqasd uchirib o'ldirilgan. Arliqda bu Mirkamiljon Qashqarlimi İsrailninki ikkinchi bosh ministrininki shu sionizmninki bo'lmaydiganligini ta'kidlab yozgan arxivlarini tepib, bu to'g'risida yozma yozgan bo'ldi. Xo'sh. Yani bununla demek şu oğlum, yani Yahudi, yani İsrail cemiyetindeki, devletindeki, cemiyetindeki bazı insanlar bunu karşı, ama bunlarınki hem de nimesi bu avazı yaki nispeti bu aşkın Yahudiler yaki aşkın milletçilerle okşaş köp emez. Köp sağlıkla müşterek egerleydi. Elbette bunda bir mesela meyli bir insan olmasın yaki cemiyet olmasın, yaki bir millet olmasın, bunlarınki bizimki dünya göz karşıda yaki şirketlerde şu dini itikat nəhayət mühim rol oynaydı. Bu semitik faşizmninki dini asaslardan birisi del dini asaslardan birisi Tevrat. Tevrat bilan Siyonizm bir-biriga kirishib ketgan bir ikki narsa. Yani şuna bu semitik faşizmninki dini asaslarını düşünüş üçün Tevratdagi ba'zi tekstlarni yoki mazmunlarni cho'qim bilish to'g'ri bo'ldi. Şu Tevrat degan qandaq bir kitap, buni qat'iy yaxshi bilmasak bo'lmaydi, chunki hozir men degandek semitik faşizmninki diniy jihatdan uzoqlangan narsa dal Tevratdan boshqa bir narsa emas endi. Shunga agar siz ruxsat qilsangiz, Tevratdagi mushu munosabatlik asoslarini o'tirib qo'ysak, balki masala texma tushunish bo'larmikin deb o'ylayman. Agar kamchilik bo'lib qolsa, xato bo'lib ketsa, bizningki Abdurahmon Jamol afandim tuzatsa bo'ladi, chunki bildiğim bir adam bo'lgan boshqa men xatırlayacağım so'zlayman deb o'ylayman. Tevrat jami 24 qism kitobni tashkil topadigan bir kitob. Buningki 5 qismi eng muhimlari, ya'ni bu Tevrat deb ataladi. Hammasi yig'ib chaqib aytganda Tanah deb ataladi. Bizning musulmonlarning nazariga Tevrat bilan Yahudilarning nazariga Tevrat sal farqli ham tushunchasi. Tevratningki tunji 5 qismi bor. Ya'ni Yahvist, Elonist, Kohin ve Tesniye deydigan. Yani muşu Tevrat'ta muşu kısımlarga da tadqiq qilgan mutaxassislarniki qarshi bu yerda endi muşu şiddetni, zo'ravonlikni targ'ib qilgan nurg'un mazmunlarning borligi deyildi. Masalan deyli, bu Yahvist tekstda Yahudilarning nazaridagi Tangri tushunchasi bek farqli qildi. Başka tekstlerdeki Tanrı düşüncesi mintayen farklı. Bu Yahvist tekstdeki Tanrı'nın ismi Yahova. Del Yahova qandaq bir tasvirlangan desa Tevrat'ta. Bu mutaxassislar şu şekilde okudu. Tamamen bir kabile reisidek,
çok meşhur kumandan. Yani tamamen insani nayeti güçlü bir insan üstünden tesvirini de qaraydı. Bu ulanın düşüncesi Tengri bazıda intikam alaydı, bazıda üstün tenkit kıla alaydı. Hatta bu Tengri şu kadar bazı vahşi ki yüzündeki düşmanlarını yeryüzünü kırıp tüketmesiyle intikamı çıkmaydıgan şu derece tesvirini. Bunların en ezeli düşmanı olsa del Amerikalı. Amerikalı diyen yani İsrail oğullarınınki en ezeli ve en kadim düşmanı. Yani İsrail oğulları Palestin'e kiliştin burun bu yerde yaşayan Arap kavimleri de atıldı. Del muşula İsrail oğullarınınki en düşmanları. Muşu düşmanlarını reyim kılma çokum öldüreş gerek yok şükürek. Xotun, kız, yaş demey hem kırıp tüyütüş gerek de aşında nemeler var. Hatta deydi ki, sizler eğer qancha köp o'ltiralsanglar, jasadlarni qancha köp bir yerga yig'alsanglar, shu shuncha bizga sodiq bir murid bo'lgan bo'lishlar degan shunaqa diniy mazmunlarni bo'ldi. Yahova Tanrisi mushtaq qaraldi. Hatta bunun bilan qolmay, dal ishni Yahudilarning İsrail o'g'lini o'ziga qartdi. Eğer mening gapimni anglamasanglar, men o'ylagandek yoki bir odam bo'lmasanglar, men sizlerning düşmanlaringlarni jazolayman deydi. Düşmanlaringlar bilan, ya'ni düşmanning qo'lida men sizlarni betaraf etman deydi. Bununla o'zi Yahudilar bu Babil sürgünü deymiz, Asurlar deymiz. Ularniki hatta Romalıklar deymiz, shularniki Yahudilar qilgan misal qilib ko'kistildi endi. Hatta deydi ki, sizlar men o'ylagandek bo'lmasanglar, men sizlarningki qalbinglarga o kadar qo'rqib sevitaman ki, sizlar buni menga qutlanmaysizlar. Sizlar dunyoning nega bormasanglar, üzerine dikkate iş kılamışlar. Şu şekilde tasvir olundu. Hatta bir misal versem bu Musa Aleyhisselam. Allah'ın özellikle Musa Aleyhisselam değil hem de. Bu emniyette bu hazırki Palestin'e başlayıp kirgen emez. Onu Yuşa isimlik yeni bir meşhur şahıs başlayıp kirgelik bir rivayet kılındı. Del ula şu yerlikler yani Palestinlikler bilen Amerikalılar bilen uruş kılga vakti da acayip kallık uruşlar yüz vurdu. Şu uruşta 101 yıllık rivayet kılındı. Şu vakti da bu Yahudi'nin kumandanları biz karşı tarafınki erlerini, askerlerini tamamen öldürüp olduk. Diğer vakti da Musa'nın tilinden deydi ki sen hata kılsa dedi. Şununki ayarlarını çokum öldürüşün gerek. Öldürmezsen katli olmaydı. Okumagan ayarlarını sen dide kılışın gerek. Ballarını yetişin gerek diyendik mandak tabir bürüdü. Mandak bir emir bürüdü. Yani bir yerdeki bu Yahvist dini tekstiki bu Tanrı düşüncesi Yahudi'ninki. Bu şundak vakti saat çağda Yahudilarını çokum intikam ediş için bütün zoravallık işletişin gerek. Vakti saat çağda sen eğer emrimini ya buyrukumunu anlamasan seni ben başkalarının kullan düşmanlarını kullan cazalayman dediğin mandak şekilde tesir olun derdi. Yani demek çoğunun bu şundak bir dini tekst olan bir uzak kalan bir Semitik faşizm elbette bu hazırki bu İsrail dördü kurulgandan keyin Ürdünde kılganları, Palestin'de kılgan bu mu ayallarını katli kılgan nurgun işlerim var. Ballarını, yaşlılık ballarını. Del şu dini tekistten uzaklangan ait nurgun mutakhasislarınki geplerim var. Şuna bu ameliyette Semitik faşizm düşünüşte nayeti halkılık da parıldı. Şuna bu Tevrat'taki bu 24 kitaptaki bu tesniye tekstidi mi? Bunda bir kızıkarlık kurulağı uçuraydı ki. Hatta bu Musa Aleyhisselam'daki kaçan vefat bolğanlık ait münasebetlik tekstlerim var. Hakikaten Musa Aleyhisselam düşürülgen bir kitap bolğan bolsa, Musa Aleyhisselam'ın kanda vefat bolğanlığı torusunda bunda bir nesle yer alması gerek idi, mantık boyunca. Yani yığınçaklap bir tarafta Semitik faşizmdeki dini asasları hazır men dep ötkünümdek şu Yahvist Tevrat'taki tekstideki Yahudi'nin ibaret Tanrı düşüncesindeki zoravallıkını tergip kılgan. O İngiliz'in kelgen, düşüncesinin kelgen desek, ma'lum jihatdan hazırki Netanyahu hükümetindeki kılgan faşizmlerini hazır olsun bir tüpürlü dep oylayman. Eğer ulapla desek bu Zionizm'e kilimiz hem de bu Türkçe Siyonist dep mi qaraydı? Hoş. Ziyon hükümü asli ameliyette bu Hazreti Davud Tevrat'ta rivayet kılınmıştı. Hazreti Davud tarafından
Fatih kılıngan. Kudüs Davud tarafından kurulgan padişahlıkın paytaxt tutuşulgan Kudüs şehri birilgen bina. Onun da kıskartıp etsek, del bu Süleyman İbadetxanası kurulgan tüpülüknük ismi. Kiçik Məmləkət qabaqda da. Keyin bu bununki ma'nosi kengayib, bütün Palestin zeminini öz içine algan darajada kengayganligi deyildi. Siyonizm degan bu ideologiyalik, siyosiy ideologiya bo'lsa, del Yahudilarningki tarixiy vataniga qaytish ma'nosidagi Palestin zeminida bir Yahudi davlati qurishni nishon qilgan siyosiy ideologiya deb qaraldi. Siyosiy ideologiya. Bu 19-asrninki oxirlarida rasmiy sistemlashgan holatga bir harakatga aylandi. Elbette bu hareketlinkima asosliq diniy jihatlik asosi bo'lsa, Abdurahmon Jamol ustoz birodariga deb tushunish mumkin. Arzu mavut, ya'ni va'da qilingan zaminlar. Bu dinning asosi mushadin keldi Tavratdagi. Bu qanday Yahudilar nuqtasidan tushundiriladi, Tavrat nuqtasidan. Ya'ni oldi bilan bu Hazrati İbrahim payg'ambarga va'da qilindi. Ondan keyin uningki o'g'li Isoqqa va'da qilindi, Ismoil emas, Isoqqa va'da qilindi. Ondan keyin Hazrati Yaqub alayhissalomga va'da qilindi. Ondan keyin Yusufga, Hazrati Yusufga, ondan keyin Musa payg'ambarga va'da qilindi. Ya'ni Yahudi İsrail o'g'illari bilan Allah'ın tushunchasi tangri deydi endi. O'tirib bir va'dalashgan. Ya'ni mushu zemin seninki zemining bo'ldi. Va'da qilingan zemin. Degan ko'z qarashdan keldi buning din asosi. Bu Qur'oni Karimda barakatli zeminlar deb o'tildi. Qur'oni Karimda bu arzu mavut, ya'ni va'da qilingan zeminlar yoki mas shaklda o'tadi. Tavratga munosabat bo'lsa 16 oyatda 18 qitim qilganligi yozildi ekan. Bu diniy tarbiya ishninki birozdan keyin Abdurahmon Jamol efendim bunu texman qilish mumkin. Agar ruxsat qilsangiz, ya'ni buningki bu Falastin delmishadi. Hakikaten bu Yahudilar degandek bu İsrail o'g'liniki qadimgi zemini mi degan masala kelib chiqadi. Buningga Arab tarixchilari farqli javob berdi. Bu Arab tarixchilarimi dal boshqa narsa emas, ya'ni Ahdi Akit, ya'ni qadimgi muqaddas kitobni misol qilib turib, misollarni berib, bu aslida İsrail o'g'illarniki emas, uningdan burun Amerika ismli yerlik Arablarning zemini ekanligini köksüp ötüdü. Amalika. Bu del Amalika. Del bula İsrail oğullarınınki ezeli ve düşmanı. En çok düşmanı. Onun dinki Sam ırkıga tabi olgan Kenallıklar. Onun dinki bolsa der Mısır'dan kelgen, Mısır yıl 230 yıldak rivayet kılınıştı. Firavun'unki kulluk asarısı yaşagan Musa peygamberninki başlıqda kelgen Yahudilar keldi o zaman. Ama o zamanda milattan burunki 12. asırda Filistinler dediğin bir kavim oldu burun kep bolgan. Yani Palestinisini del aşağı keldiğalık rivayet kılındı. Yani İsrail oğulları Hazreti Musa emas, Musa peygamber emas, Yahuşa isimlik rehberininki başçılığında yerlik Palestinliklerle Amerikalılar çok köp bir uğraşlar oldu. Onun neticesi de İsrail oğulları yenip çıkan buldu. Ya da hem Yahuda, şundakla İsrail'e padişahlıkını korugan buldu. Rivayet kılınışça. Bunun bir mezgilden keyin del bu biz Talut ya Kur'an-ı Kerim'de Talut deb atıldı. O yani padişah buldu. Onun keyin Hazreti Davud peygamber. Ve Süleyman peygamber. Bu Yahudilarninki en muhteşem tarih sahnesi, en çoğun tarihti yani. Şu gösterken bir vakti hesaplandı. Ya o vakti Süleyman mabedi kuruldu. Yahudilar üzerindeki kitapların teknik sistemle kalıp ekilişki türüşüdü. Degandek hadisler yüzürdü. Ama Süleyman peygamber vafat bulup ketkendan keyin bu burunqidek işler bo'lmaydi. Burunqidek bo'lmagandan keyin Yahudilar ixtilof texmin ko'paydi. Kim bo'ladi padişah yoki qanday qilamiz degandek masalalar. Uzun o'tmay milodiy qanchinchi asrda 9-asrlarda Asuriyalar kelib Yahudilarga ig'ir zeminini qo'ldan oldi. Yahudilarni qiyin qisaq qilib nurg'un deymiz, besimlarni qildi, zulm qildi deyli. Ya Tavratda deyiladi. Bu mu yetmeydi o? 500 yani 600 yıllarınki 5 milatdan burunqi. O davrda Babilliklar keldi. Qaytadan Süleyman mabedini çekip taşlaydı. Del Yahudilarni sürgün qildi Babilga. Sürgün qilib bo'lgandan keyin Yahudilar naati ig'ir qismatlarni tragediyadan boshdan kechirishga
başlaydı Avusturyalarla birlikte. Ama işler bu Med imperiyası ile Medler bilen Persiyani birleştirgen Kiros var. İranlıklarınki. Bu Kiros del Kur'an-ı Kerim'de Zulkarneyn hikayelik doğrusu rivayetler var. Bu İslam Ansiklopedisinde 199 Kiros diyen kişi Zulkarneyn dediğin bazı asaslarını oturup yazılgan batılan var. Şunu karsak takım yakış düşünmez. Kiros Babıllıklarını ağdırıp taşlap Yahudilara erkeklikini, din erkeklikini buyurdu. Hatta bu Yahudilar İsraillikler katı hoşup gidip Kiros'unu bizim kutqazgıcımız deyilgan bunda tarih süpatlaydı. Yahudilar bu fırsatın payında ibadet hallarını inşa edip çıkıyordu. Din erkeklikini rahat bir şekilde yaşayalaydı. Del şu mezgilde ular için dini rehber sayılgan Ezra diyen bir insan. Yahudilerin beş kul çıkıdı. Ama bu Yahudilerin bu saltanatı İsrail oğullarındaki uzun devamlaşmaydı. Arlıkta Romalılar kildi. Yunanlıklar kildi. Kaytadan Yahudilara besin başlandı. Yurtlarını sürgün tekima evcep gitti. Onun için siz onu bilmişsiniz. Hazreti İsa, yani Peygamber İsa Aleyhisselam. Dünya kıldı, emniyette Yahudilara kelgen bir peygamber. İncil'ma değil, Aramiçe düşken bir kitap. Mukaddes kitap hesap bulundu. Ama milattan sonra 70. yıllarda Titos, Roma'nınki. O kayıt kilip Yahudilerin kayıtını sürgün kıldı. Del şu vakta Süleyman İbadethanesi'ni kayıtını veyran kıldı. Hazır bu İsrail'deki yani bu yığlaş temi var. Del şunu kaldıkları hikayelik rivayet kılındı. Yani bu şekilde kubul kılındı. Titos'tan ki Yahudilerin bu şundak sürgün hayatı, tekimet tragedileri kayıtının başkanı Allah'ta Yahudiler isyan kıldı. Bu Romalıkla Yahudilerin putperest buluşka yani zorlaydı degende nurgun işler yüz vurdu. Oldukın İslam Arap dünyası da baş götürüp Hazreti Ömer devrinde Kudüs fethi kılındı. Hazreti Ömer Yahudilara din erkekliğini kaytırıp durdu. Yahudilerin Hatice meşhur için nurgun şaraitlerini hatırlatıp durdu. Hazreti Ömer'den keyin nöbet boyunca kimle hakimiyet hükümranlık kıldı degen vaqtida bu ziminga bunun Hazreti Ömer'den keyin Emeviler, Abbasiler, Fatimiler, Karmatiler, Türkmen beylikleri, Memluklar, Selçuk beyliklerim var. Onun için 1516 yılı Osmanlılar'ın idarı çıkıyordu. Arlıkta Kudüs elbette koldan kol geçip durdu. O bilirsiniz birden Hristiyanlar tatip oldu, birden Müslümanlık kayıt aldı. Salahattin Eyyubi oturuğa çıktı degendek. Ta bu ahval kaçanız davamlaştırdınız. 1917 yılı Osmanlı İmperiyası'nın koldan İngilizler Kudüs'ün tatip alğanğa, yani Kudüs'ünü işgal kılağanğa bu davamlaştı. Onun için 1917'de başlayıp İngilizler'deki hakimiyet astıda asta bunun başlanğan köç Palestin zeminde Yahudilerin ki köpüyüş ölen 1948 Yahudi devleti yaki kurulgan buldu. Amerika bunu İsrail devleti dep ilan kılındı. Şu boğan jarayonda nurgun endi işlerini baştan keçirgen buldu. Keyinkin davamlaşsak buldu. Bu işinki tarihi mındaq Tevrat nasıl kılıp. Ama işinken bu siyasi, ictimai iqtisadi tarafı bu Avrupa'nın başlaşları kıldı. Bunun ben ötken bulay. Bununki degendek bu Babıl sürgünü oldu, Asurlarınki besim oldu, onunki Romalıkların nurgun besimleri degendek müşabih tüpelden Yahudiler Avrupa küçükü başlaydı. Avrupa'da elbette bunu tunçaklığı bağında pek karşılayıp ketmeden. Çünkü Hristiyanlık'ın ki mana teologiyalik sistemisi Yahudilik düşmanlık üstü kurulgandır. Kurulgan. Onu bilmişsek yapılmadı. Çünkü Hazreti İsa'nın ki kırıskı kıkılışı da Yahudilerin ki hıyanat edip kırılgan boğuşka Yahudilerin pek yakşı İsrail oğulları yakşı pürlüp ketmek. Ama bu işin bunda bir tarafı var. 16. asırki vaxtıda Garip dünyası da bu neminki protestallık küçük başlaydı. Protestallık. Yani Hristiyanlıkın bir başka bir mezhebi. Katoliklik'e karşı. Protestallıkta İslam'ı yaklaydıgan mındaq bir mezhep. Del bula deydi ki dünyada bu Hristiyanlıkni hakim hükümdarlıkka ega qilish uchun elbette bu Yahudilarga va'da qilingan Palestin zeminde nima qilish kerak? Bir devlet qurilishi kerak. Bu devlet qurilgan ahvolida annemiz bütün zeminga egdor hakimiyet qila olamiz.
Şuna biz Yahudilarınki muşu vədi qılған zemində Yahudi dövləti quruluşunu çoxum qoluşumuz kerak degan ma'ni yaqladı. Bunu yaqlagandan keyin protestantlıqnınki bu ta'sir bilan Yevropada bu Angliya deymiz. Bu dövlətlərdə nəhayət qızğın alqışqa erişdi. Bu Angliya hökumətininki yoki Angliya padişahlıqnınki bununki çoğ-çoğ əməldarları yoki hatta padişahıca bunu qəbul qıldı. Yani bunun yeni bir ismi Püritalam deb qo'ydi, protestantlıqning yeni bir qılını. Bular Angliyada nəhayət küçük lobicilikni başladı. Bunu da Hristiyan Zionizm deb qaraldı. Çünki protestantlık bilan bu Zionizmninki bir-biriga bağlanışı əməliyyatda Doktor muş bölümni birazdan programın devamında ayrım bir sual var mı? Şu Yahudi Zionizm bilan Hristiyan Zionizmni farqini qildigan vaqtda. Şu vaqtda da paranlasak, şu vaqtda bu da o yerde paranlaşıyla ondan keyin işlerini hani bu işinki bu hazır dedik. Bu Şərqi Avropada bopma Zionizmninki siyasi ama ictimai asoslar shakllangan bo'ldi. U yerda bu G'arbiy Avropaga o'xshash Şərqi Avropada Çar-Rusiya deymiz. Bu başqa o devletlarda Yahudilar o mesim acayip küçülüşü başladı. Küçülüşü başlaganlık için bu Yahudilar bopma 1860 yıllarının ahırdan başlap bu Siyonizmning o'tir qo'yg'uchisi Theodor Harris bu Yahudilar uchun qat'iy bir davlat qurilmasi bo'lmaydi degan fikrni o'tirib qo'ydi. Hatta bu Fransiyada bir dialoga shohid bo'ldi. Yahudi asallik bir ofiserningki adolatsizlik muomala qilinishi sudda bunu texnik bir o'ylantirishga turtki qilgan. Zaten Yahudilarning bir davlatimiz olmaydi ekan, cho'qim biz va'da qilgan zaminda ko'ch orqali oyoq qaytish orqali devletimiz kuruşumuz gerekken degan fikrini to'xtamay yeyish qilishadi. Shundan u yerdagi cho'ng Yahudi boylar bir qismlari albatta qo'llashiga erishadi. Bu Theodorus faqat nuqul fikr jihatdan emas, iqtisodiy jihatdan, siyosiy jihatdan, diplomatiya jihatdan bütün hareketlerini etkileştirişdi. Emniyette Siyonizm degan bu tuncu hukmni bu o'tirib qo'ygan emas, Natan ismli başka bir Yahudi o'tirib qo'ygan. Yani 1970 mi şu etrafda. Del o onunki muşuna lobicilik faaliyeti bilen Aliya isimli çoğun bir köş dolkunu var. Aliya. Bu yükseliş de manisi var. Muşu dairede Yahudiler asla Polonya'dan, Rusya'dan küçük başlaydı. Palestin zeminine. Bunu iqtisodiyotda qo'llaydigan nurg'un Yahudi teşkilatlar oturuşkudu. Dünya Siyonist teşkilatı bunu qo'llashga tirishdi. Degandek bir qator hodisalar yuz berdi. 1917 yılı yani bu şu Siyonizm dairesinde köçtün başka kurallık terpin başlandı. İsmi kurallık hareketin ismi unutulup kaldım. Naga dedik bundan bir başlandı. Bunu Angliya qo'llashga tirishdi. Bu şu dairede hem köç arqılık hem kurallık güç arqılık hem şundaqla diplomatiya arqılık asasda 1917 yılı 65 bin nüfus olan Palestin'de Yahudilar nüfusu 1948 yılgacha 600 mingga yaqinlashdi. Bu Birinchi Dunyo urushidan keyin Hitlerninki bu Yahudilar qaratgan irqiy qirg'inchiligidan keyin Yahudilar birdilla kuchishga boshladi. Bu yerga nüfus 3 ga ishib ketdi Yahudilarninki. Bu to'g'ri sonliq ma'lumotlar. Albatta bu Siyonizmninki mushu ideya bilan deyli 1948 yilda İsrail davlati qurilgan bo'ldi. Undan keyin bu to'xtab qolmaydi. Bular 1950 yıldan başlap vatandaşlık kanunu, köşmenlik kanunu kadar nurgun kanunlarını yol koyuşku başlaydı. Dünyadaki bütün Yahudilerini çakırdı. Küçanglar dep. Yani şu dairede Yahudilerini Palestin zeminde, İsrail devleti de musadır kanununu oturup koydu, makullaydı. Yani çeksiz mal mülk erişimle ibaret anını oturup koydu. Bu muşundak şekilde davranışıp ta hazırgıça bu Palestin'de İsrail devletini kuruştun alıp hatta bazı aşkın Siyonistler bütün dünyada Yahudilarınki hakimiyeti. O programın devamında söhbetli şeyle Doktor Rahmet Allah razı olsun. Bütün cereyanını elbette bu uzun meselelerini bir sual, iki sualga yakın bir programga sığdırış mümkün emas. Abay demek bugün körüp atkan bu bedbeşiri, vahşilikning hammasininki keyinde yatkan ideyaninki nima ekanligini ularning eg'izi so'zlayotgan safsatilaridan iborat. Yuqorida doktor so'zlab o'tgan hammasi safsata asosiyatdan mayli ular Tavrat deb o'tirib qo'ygan narsalar bo'lsin
Hatta ki şu adır ikinci İsrail'in ikinci baş ministerinin suretini yenime çıkarıp koyayım. Müslümanlar o Müslümanlık yazgıçılar ya ki Müslüman tarihçiler özünü aklap ya ki özününkini rast kılış için çıkarıp aldı deyilgen takdirde yukarı doktor söylep ötken narsini. İsrail'in özünün Yahudilerinin özünün itiraf kılgan hatta Yahudininki bu Ziyonistlarning ichida bo'lgan ilgari keyin o'zining fikrini o'zgartgan yozgan kitoblardan masalan shu hozirgi ikkinchi bosh ministrniki shu Yitzhak bin Zovininki shunda bir so'z borda ammo shu Falastinning asli egasining kim ekanligini surat yana chiqsin birodarlar. Şu İsrailiyaninki o şu nimisida shunda deyilganda Falastinning asli yerlikleri Kenanlıklar idi. Kenanlıklar Yaqub alayhissalom davrida yahudiylashgan. Andin Rim imperiyasi davrida xristiyanlashgan. Müslüman Ömer radhiyallohu anhuninki g'albisidan keyin bo'lsa falastinlik yerliklar ko'p qismi musulmon bo'lib arab madaniyati va arab tilini qabul qilib arablashgan degan so'zni surat shu mana shu bu 1884 yılı Ukrayna'nın hazırki Ukrayna tug'ilgan ve Palestin köçüp kelgandan keyin İsrailning ikinci baş ministri, ikinci prezidenti bo'lgan ekan. Dadisi Zovi bo'lsa, bu aşı 1897 yıldan şu Ziyonistlarninki baş aşı adamlardan yani teşkil qurg'uvchilarning birisi bo'lib 1952 yılı kelgan vaqtida Yahudininki şu İsrail'e kurulup bo'lgandan keyin Yahudilarniki İsrailyaniki parlament tarafından İsrail'nin devlet atısı deb shu ikinci prezidentniki dadisi shundaq mukofotlangan ekan. O'lib ketgandan keyin bo'lsa-mu devlet atısı İsrail'nin deb. Demak shu keyin biz program jarayonida yana boshqa amaldorlarniki Yahudilarniki ve yazgıçılarınki, tarihçilerinki nurgun sözlerini söhbetleşimiz. Hazır doktor Ustaz Abdurrahman Cemal'dan müşahede. Elbette Ziyonizmning manbasi ve Yahudilarning psixikasi hakkında bir sözlerini anlatsak mümkün. Bismillahirrahmanirrahim. Yahudilar kibirliki ve mağrurluk tüpeyildi. Uzun zaman özleri davamlaşıp kelayotgan peygamberlikniki boshqa millatlarga o'tib ketishni qabul qilaman. Bular oxirgi peygamberlikniki arablarga o'tib ketishni asla buni qabul qilaman. Buni misol oladigan bo'lsak, Hazrat Isa alayhisalom Yahudi. Yahudi millatidan, Yahudi jamoatidan. Hazrat Isa alayhisalomdan qabul qilmadi bu Yahudilar. Belki Rum hakimiyetining qo'l ostidagi Yahudilar shu vaqtdagi Rum hakimiyetiga kuch ko'rdi. Rum hakimiyet orqali Isa alayhisalomning ujuq turishini yoki dag'as chiqib urindi. Sabab nima esa bu Davud alayhisalomninki keyin Sulaymon alayhisalomning naslidan kelib bizning hokimimizni kuchlantirgan odam bo'lmasin, balki otasi yo'q bir odam degan e'tibor bilan u payg'ambarlikni e'tiborga olmadi. Shuningdek yana bu Yahudilar peygamberlikning eng oxirgisi bizga keladi deydigan bu arzu bilan xiyol bilan yashaydigan bo'lg'achqa bu oxirgi peygamberlikniki Muhammad alayhisalomninki maydonga chiqishini unimi qabul qilolmadi. Yahudilar qarasak Hazrat Isa alayhisalomdan keyin oxirgi bir payg'ambarninki maydonga chiqadiganligini bular kitoblardagi bishoratlar orqali biladi. Xo'sh. Bular bu bishoratga asosan endi bu peygamber nereden çıkıyordu? Arap diyarından çıkıyordu deydigan bir hüccet yoki bir tekis Tavratda bo'lsa kerak. Bak, İncil'dan bak bu hüccetle. Ahir peygamberniki Arap diyarından çıkıdığanlıqını bu bayqab, en meşhur olan, en muteber olan bir neçe kabilelerini bular Arap diyarlarga bolup Mekke, Medine etrafını yerleştirip vatan tuttu. Bular bir makallaşıp, bir vatan tutuş arqılı peygamberinin kilişini küttü. Demek peygamber kepqas yanı bizden çıksın. Bu Mekke Medine'deki bu Bedvi Araplarının qolu o'tib ketib qolmasin deb o'zi boshqa yerdan hijrat qilib bu Mekke Medine etrafiga yerleşti. Bu Yahudilarninki Mekke Medine etrafiga yoki Arab yarim aralashiga yerlashish vaqti peygamberimiz peygamber bo'lishdan 7 asr ilgirki bir jarayonga to'g'ri keladi. Şu vaqtdan tatib bular payg'amberniki oxir payg'ambarning maydon kelishini avlat kutib turdi. Kur'an-ı Kerim bu hakikatni aniq bayon qilib va kanu min qablu yastabtihuna bi alallazina kafarun. Bu Yahudilar har qatim
Araplar bilan to'qinishib qolsa yoki bir surkilish yoki bir jang holati yuz berib qolib qolsa, davomli keladigan kelgusi bir payg'ambarlar tahdid soldi. Bir payg'ambar keladi, u payg'ambar kelsa, uning keyiniga ergishib, uni qo'mondon qilib, haqasalni edibini yurimiz, haqasalni ishg'ol qilamiz, ko'gilkonlik ko'rsin deb har qatam payg'ambarning arablarga, arab mushriklarga tahdid soladi. U payg'ambar kelgan chaqda uni to'nig'ini olmadi, e'tirofmi qilg'ini olmadi. Am payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom payg'ambarligini e'lon qilgan vaqtida bu payg'ambarning sifatlarini, Tavrat, Injildagi sifatlarini, o'zining bolalarining sifatini qanday bilgan bo'lsa, biladigan turug'lar e'tirof qilgan olmadi, qabul qilgan olmadi. Bular bu payg'ambarlikniki boshqa bir millatdan chiqib qolsa, bular asla hazm qilolmadi. Nima ish qanday hazm qilamiz desa, chunki bular Allohning o'zidan xos iloh qilib qo'ringan. Allah bizdan keldi. Biz Allah'ın tanlanğanımız. Allah'ın tanlanğan. Başka milletler nimek çokunsun, kalığı çokunamdı, taşı çokunamdı, homo çokunamdı. Bu Allah bizdenki. Buna başka bir millet biz şirkliş varsa Allah'a ibadet ortağız bunu kabul kılmayız. Diyen nokta nazarı bilen başka bir milletten bir peygamberinin gelişine bu hazm kılanmadı. Kur'an-ı Kerim bu hakikatini bayan kılıp bu Yahudilerin sözüne Yahudiler ne diyecek? "Kal nahnu abnaullahi ve ahibbad." Biz Allah'ın balları. Allah en yaş gördüğün adamlarız. Biz tanlangan məxluqlar, başqa insanlar bizga xizmat qilish uchun, qul bo'lish uchun yaratilgan degan bu xato aqidasini Qur'on Karim bayon qildi. Shundan Qur'on Karim yana Yahudilarniki jannat bizga davadi. Bu jannatga bizdan boshqalar kirolmaydi. Faqat Yahudi bo'lsa, Xristian bo'lsa, bizga cho'qindigan, bizning keynimizdan mangdigan, agishadigan bu jannatga kiramiz, bo'lmasa hammamiz do'zaxga mahkum degan bu xato aqidasini bayon qildi. Masalan, Qur'on Karimda Yahudilarniki va qalu la yadkhul cennet illa men kan hudan aw nasara. Cennet kim kirdi? Yahudi kirdi ya Hristiyan. Ondan başqa etiqatdagi odamlar bu cennet kiramaydi deb jannatni monopollik aqidasida ular e'lon qilgan. Demak, ular o'zlarini Allohning tanlangan xalqi boshqa insonlar bo'lib qolsa bizga xizmat qilish uchun yaratilgan degan bu e'tiqod nuqtasidan qaraydigan bo'lg'achqa şunu başka milletler çoğunçılık kılattı, mutakabbirlik kılattı, mağrurluk kılattı. Hem yaxşılıktan başka milletler kep kalıştı, bu zade ezim kılanmaydı, kabul kılanmaydı. Şunlarla bu Yahudilerin psixikisi, karakteri, süpetleri hakkında nurgulluğun kitaplar yazıldı. Hem bu Yahudilerin anatomiya kıyan kitaplar Kur'an-ı Kerim yitidiğini yok. Bunun kitabında otamay Kur'an-ı Kerim Yahudilerini ne mi dedi? Kandak bayan kıldı, kandak anatomiya kıpaydı, bunun karab bakaydı. Kur'an-ı Kerim Yahudilerin kafirdi. Müşrik deb sifatildi. Peygamberlerin katilidir. Peygamberini ergeçmeydiganlar dedi. Müslümanlar en öçkemlisi Yahudiler. Ölümden en korkaydigan kimse Yahudiler. Korgandan başka yerde yoki tanki olamda ayılıp bir narsanın içi kirib olmay turib meydana chiqib, jang meydaniga chiqolmaydi, bular urush qilinmaydi. Illa min qura muhassina degan oyatda. Hayat bek amroq, jon bek tatliq. Ölüşünü fakat xalamaydı bular. Çünkü bular şehit oluş aqidasi yo'q. Va'dasi tutmaydi. Ahdisiga vafo qilmaydi. Buzg'unchi, qonxo'r, haqiqatni burmalaydi, mag'rur, yolg'onchi, aldamchi, asi, tajovuzchi, bag'ritash, xarakteri buzuq, gunoh ma'siyat bo'lib qolsa, avtomatik aldiraydi. İnsanlarning mol-mulklarini har yo'llar bilan haqsiz yavoladi, bexil, haqiqatni e'tirof qilmaydigan qo'shib bu sifatlar bilan Qur'on-ı Kerim bu Yahudilarning xarakterini, psixikasini, sifatlarini bizga bayon qilib berdi. Bu Yahudilarning to'g'risida Qur'on-ı Kerimga yetadigan kitob yo'q. Bu yuqori sifatlar mening so'zim emas. Har birisiga oyat, har birisiga dalil paketlar. Bu Yahudi bu. Shu bugun Birlashgan Davlatlar Tashkilotining nechiman qaror chiqib kelsa, illa va lazimma deydi. U ahdi, vafo, kelishim deydigan narsa e'tirof qilgan. O'zining manfaatiga imzo qo'ydi, qabul qildi, bo'lmasa rad qiladi. Bu Yahudi bu. Ham buning qisturma holatda deymanki bizdeki ziyali qarindoshlarımızga biz Xitoy bilan kurash qilayotgan bir meydan tutgan ekan, Xitoyni tonish lazım. Bu Yahudilarniki sifatlar bu xil anatomiya qilib, tekshirilib, tadqiq qilib o'tirib qilganda bizning ziyali qarindoshlarimiz tayin yo'q, pachon barach ishlarga erishib yurmay, Yahudilik davosini qilib o'tmay, bu Xitoylarniki abdi bashirisini, xarakterini, psixikasini, sifatlarini bu millatga aniq tonitish lazım. Şunda o vakit bu Xitoyning acizlik noktasında, küçük noktasında bunu bilip biz bundan görüşümüzde takımı aldığa kadem basalayımız deb qarayman. Xo'sh, Allah razı olsun. Doktor, endi müşahede ustozning so'zini anglab o'tdingiz. Bizga nisbatan musulmonlarga nisbatan bu yuqoridagi keltirilgan dalillar albatta hiç şeksiz amenna yani
imanimiz elbette mükemmel o sübetlerge. Bugün hem de yukarıdaki sübetlerde bir yerdeki sübetleniyotgan Yahudiler şu hazırki İsrailiyadaki hakimiyet üstüdeki Netanyahu'nun etrafındaki ve onun askerleri aşı yukarıda söylep öttünüz koyalım. Hatta hazır mı şu uruş başlangandan bu yana Yahudinin yeni popları çıkıp aşı meyli İngilizce, meyli İbranice aşı tebliğ kılıvatı hem de küçükleri rahim koyup koysan ular ertesi çoğun boğan diken onu öldürdü. Şuna onu öldürüşme mesele yok dep şu yakında gördüm ben ictimai fikir vasıtlarında. Bunda kıldığan şu Ziyonist fikir ideyasiga ega Yahudilar var. Ve şundaqla İsrailiyanın içinde bir gün mü? Mesela bu hazır kısı diyen yukarı dediniz mesela. Qat'i Netanyahu'nun bütün kılıklarına bu vahşilikki karşı çıkıvatkan ve Amerika'dan tatip bütün Avrupa aldı mesela. Yine özü Yahudi, dindar deydi, ondaydı, bundaydı. Ama İsrailiyadaki hakimiyet üstündeki bu Ziyonistlarınki kılıvatkan işiga bütünlüğe karşı bu bizden dinimizge uygun emas devatkan yani bir türküm Yahudiler var hem de. Bu şimdi yukarıda mesela Yahudi dep tilganlığa vaxtida bütün dünyada milleti Yahudili bolsa hammasi şunun içine düşüp ketadigandak bir Yahudi düşmanligi payda bolup kaldıgandak bir şekilde düşünüş bolup kalamdı sizce yoki siz bunu qanday düşünürsüz mesela? İşte eğer biz meseleni düşüş kalırsak işte o İsrail cemiyetindeki her xil fikir hakkındaki insanlarınki, her xil katlamdaki insanlarınki, onun hakimiyet kurulması ki, şundakla bu Yahud, o İsrail'deki mındak, bilim dünyasındaki insanlarınki izlemeye hakkı kuruş kalsak bilelerimiz. Şunlarlıkı meseleni mındak, şu antisemitizme hata Yahudi düşmanlık. Yani bütün Yahudilerin bir tayakta edeş o adaletsizlik olmalı. Çünkü o bizim dinimiz olmaz kemiydi. Abdurrahman Cemal Efendim yaxşı buldu onu. Medine'de Peygamber Aleyhisselam bir binesi oğurun dendi. Unutulup kaldım sahabeyle Yahudinin ismini bilettim ben. Şunun olan Müslüman de şu vakti da oğurluk kılgan Müslüman ikenligi oturup çıkıp Peygamber Aleyhisselam onu cezalamakçı bolsa yok bu Yahudu atıp koydum diyordu. Yahudu atıp koyduğu vakti da Peygamber Aleyhisselam bu doğru emas. Kim bu düşünüp katlanır bu cezalanış gerek de bu Müslümanı cezalaydı. Demek şu onun bir yerde bizdeki dinimizde adalet mühim. Şuna Semitik faşizm kançlık naçar olsa yani Yahudi faşizmi okşaşlar bu antisemitizm Yahudi düşmanlıkımı okşaşlar bir naçar kılmış. Hatta bu kişisellikten başka bir nemesi de karayım. Çünkü bütün bir milletin yakını işi közüp ne kılış bizge analiz kılışta düşünüşte aslında kılamdı. Lakin meselenin tek tekini bilememiz yani. Şimdi biraz burun da öttük o nemede Yahudi İsrail'de farklı göz karşı insanlar intayın köp. Seküler dedik, liberal dedik, solcu dedik. Onun için tinçlikni suyduğan insanlar dedik. Hatta ministerler, baş ministerlerden tıl kaldık. Hatta özünki Ziyonist olup keyinki devirlerde bu Ziyonizmninki yoki Semitik faşizmki naçarlığını his qilib maqal yazgan, bunu tanqidlagan nurg'un Yahudi dini adamlarni mı tıl qilib ketdik. Şuna bu meseleni aşundaqılık bir cemiyetki xilma-xillikten çıkışıp durup meseleni düşünüş dokusun çıkıp durup numuqmısak şu bir tayak aydap salımız. Şu meseleyi her zaman bırındaq mötül qarsak belki texim muvafiq oldu dep oylayma. Sizin dep öttünüz bu. Elbette bu hazır Netanyahu hakimiyetininki içinde bir minister var. İsmi Emihay deydiğim. Bununki dadısı Hamam emdi. Din adamı. Bu adam şu kadar aşkın ki bunda qaraydı. Hatta Türkiye'de YTR'ş olan vaxtida değil Türkiye'de Yahudilara karşı namayiş bolğanlık için bizim Tanrı Yahova Türklerini cezalap muşu YTR'şini qılgızdı. Bizim intikamını aldı dep qaraydı. Hatta bu Asya'daki tsunami yani deniz taşkını begen hadis yüz begen vaxtida mı değil muşu hamam oturgu çıkıp din adamı. Bu değil Yahova'nınki bizim intikamımızı ipede manda qaraydı. Hatta deydi Hitler Yahudilarni qirg'inchilik qildi. Bu Yahudilar amaliyotda o'zimizniki bu Yahudi yani Tevratda bek ishlim ketilgan Yahudilar emas edi. Bu seküler Yahudilarni Hitlerning quli orqali qirg'izib bergan deb manda qaraydigan Yahudi yani. Demak shu darajada oshkun qaraydigan o'sha insonlar bor. Bir jamiyatda shunda xil ko'z qarashdiki. Ana bunu butunlay tanqid qilgan insonlar bor. Shunga masalani bir tayoqda edash her zaman
Bizim adillik prinsipimiz to'g'ri kelmaydi deb qarayman. Çünkü bizim meseleni tushunishga qolsak, hamma tarafga qaramasa bo'lmaydi. Xuddi Falastinda Fatah bor, ya'ni Falastin Milliy ozodlik harakati, bu Yasin Arafat qurgan. Yani Yasin Arafat ondan keyin Hamas bor, İslam'a qarshi kurash harakati, Şeyh Yasin qurgan. Boshqa tashkilotlar ham bor. Nuqul Hamas Falastinliklar vakillik qilmagandek yoki Nuqul Fatah bütün Falastinlik vakillik qilmagandek, onun uchun xilma-xil tashkilotlar va xilma-xil ididagi insonlar bor. Shunga meseleni tushunishga qolsak, shu hamma tarafni nimalarni o'ylaydi, nimalarni o'tirib qo'ydi deganni bilmasak bo'lmaydi. Hatto bu Yuval Hariri deb Yahudi tarixchisi va Hayfa universitetidagi tarixchisi. Bu 50 yoshga kirib qoldi, dunyoda bir necha kitobni yozib, dan qo'zg'atgan ayeti mashhur bir olim deb qarsak bo'ldi. Uma İsrail devletini qo'llaydi, ammo Netanyahu hukumatning siyosatini tanqid qilgan bir odam. Bu bo'lmadi. Bu hukumatning bu siyosatlar amaliyotda hem İsrailliklarga, hem bizga, hem Arablarga tehdit elib keladi. Shunga bu ovozlarga quloq solish kerak deb qarayman men. Xo'sh, xo'sh. Men bir qisqa Yahudilar masalasida. Bo'ldi. Yahudilar Yahudi bo'lish e'tibori bilan qarshi turish xato. Dinimizningki ko'rsatmasi bilan. Xo'sh. O bir millet, Allah yaratgan Allah'ınki bir kudreti. Xuddi Uyg'urlarga o'xshash, Turklarga o'xshash. Yahudiga Semitik yoki Arablarda buni Samiya deydi. Yahudi bo'lganlik uchun qarshi turilmaydi. Irq bo'lganlik uchun qarshi turilmaydi. Balki Zionizm bo'lganlik uchun qarshi. Zionizmni biraz qarindishimiz tarixini, onunki atalığını tanıştırıp biraz da kimine kıstırıp ötüşüm mümkün. Zionizm bo'lganlikni, ya'ni tajovuzchilik, başkalarına zarar veriş, mustamlikçilik idis noktasından karıştırılır. Ama Semitik o'g'anlik uchun yoki Samiya yoki irq o'g'anlik uchun undan qarshi turilmaydi. Tabiiy holatda Qur'onda bayon qilingan Yahudilarningki umum xarakteri. Tabiiy buning ichida yuqorida qarashimiz degandek Yevropada yashayotgan va boshqa yerda yashayotgan bir qism Yahudilar, hatto Yahudilar ichida yashayotgan bir qism professorlarmi hozirgi Yahudilarningki irqiy qirg'inchilikni rad qilayotganlari bor. O ayrım nadir ahval. Bu Qur'on-i Karimdagina bu ko'pincha Yahudilar topilgan xarakterni, psixikani onu bayon qiladi. Xo'sh, xo'sh. Allah razı olsun. Hozir yuqorida chiqqan shu hozir aslan shu Yasir Arafat bilan chiqqan bir suratni chiqadi hozir qarindoshlarimiz. Ashininki masalanga shu o'zi masalanga bu Yuri Auneri 1923-yili 10-sentabrda Germaniyaning Bakum shahrida bir radikal Zionist oilasi dunyoga kelgan ekan shu odam. O Yahudilar tarafidan Falastinliklarga qarshi qurilgan 1927-yildan 47-yilgacha terrorlik faoliyatlarini davomlashtirgan hamda butun dunyoda terrorlik tashkiloti deb e'tirof qilingan Hagananing abaysiz bir tashkilotni degan siz. Hagananing tarmoq tashkiloti Irgun İbranicha va Irgun degan shu tashkilotning a'zosi bo'lgan va 48-yil 9-aprildagi dunyoga mashhur Deyr Ismoil qirg'inchiligiga bevosita qatnashgan bir radikal Zionist fidoisi edi deydi. U 65-yildan 1974-yilgacha, 79-yildan 81-yilgacha ikki qatim İsrailiya parlamenti a'zosi bo'lgan va 82-yil 3-iyulda Beyrut qo'rshaviga ilinganda Falastin rahbari Yasir Arafat bilan bevosita ko'rishgan tunji İsrailiya amaldori bo'lib hisoblandiganda Yuri Auneri. Ammo bu keyin tövbe qilib bütün hayotidagi bu shu zionistlikniki, mush ishlarniki o'zi bevosita jinoyatlarga qatnashgan, nurg'un ishlarni qilgan bir inson, uning keyindan butunlay Isroiliyaninki va badbashirisini ochadigan, jinoyatlarni ochadigan qancha kitob yozilgan vaqtda atoqli asarlari 1948-yildagi askarlar hikoyasi, Yerusalimga boradigan qonliq yo'l, andikin İsroiliyaning Ishplos qo'rshavi, İsrail'in işblas qo'rishavi hamda mening do'stim va dushman qatorliq mashhur dunyoga tunilgan mushu kitoblarni yozib Zionizmninki mushu İsrailiyaninki Falastinliklarga qanchalik vahshiyliklarni, qirg'inchiliklarni qilganligini birma-bir, ya'ni o'zining ichidan chiqqan, ya'ni butun ishlarga shohid bo'lgan bir insonning yozgan narsasi hamda bu shunday nurg'un ta'sir qo'zg'agan kamdi.
Şuna şu meselelerge Ustaz Abdurrahman Cemal söylep ötkendek. Mesela biz Yahudi dep tilg'ilgan vaqtda bütün mesela haqiqat taraf turadigan yoki Falastinliklarning buncha qarshi turadigan Yahudi millati bo'lganligi shunlam yuqorida sifatlangan hamma sifat o'xshash shuningga tushdi degan shaklda tushunilmay umumiy shaklda tushunilsa yaxshi bo'lganligini tushungan bo'ldik. Dishadi bir agar gap kuchtirolgan Hagani dedik ya qurolliq tashkilot Yahudilarniki. Bular shu İsrail davlatini qurish ajoyib cho'ng zo'r rol o'ynagan bir tashkilot. Xo'sh. Buni Angliya beklastek qo'llagan. Hatta bu Türkiye Osmanlı İttihatı Terakki devrida Çanakkale urushida hatta bu Angliya shu Haganilarni qurollantirib Çanakkale'ga kelgan ishlar bor. Bundan keyin bular bek radikal bir qurolliq tashkilot. Hatta siz degandek Irgun, onda ayrılıp çıkan Irgul'du bu. Biraz burun dep ketken, qarşı çıkan adam der muşan keldi dedik bu. Irgun, Haganilarni qilgan ishinglar bo'lmadi, az bo'lib qoldi bu qatlamlar, qon to'kishinglar. Deb yenilikçi ziyonizm shaklida ayrılıp çıkıp texmi qatlamga kirishgan bir qurolliq tashkilotchi. Xo'sh. Ashunda bir qatlamni kelib chiqqan. Oxir kuni shu bir insonningki kim ziyonizmning haqiqatan Abdi Bashir shifrlaydigan bundan kitobni yozish haqida insonni o'ylantirdi hamda. To'g'ri, haqiqatan. Xo'sh, unda bo'lsa endi kimga keldi savol? Nasıl eğer de sizler Ziyonizm doğrusu gap qilishim mumkin deganda gapni qildilar. Uni balkim tushunish yo'l deb qarayman. Endi shu Ziyonizm nimaga tayindi degan böyle savol. Ziyonizm ikki turlik narsa tayin. Ya Ziyonizmninki asosi ya tiklanishi meydan qilish ikki turlik narsa. Birisi Yahudilar masalasi. Yahudilar masalasi deganimiz Yahudilar dunyoning nega va surgun qilishga, izilishga duch kelgan. Nima uchun degan bu savol ayrim bir to'xtalamiz. Xo'sh. Bu bir masalani hal. Ikkinchi birisi Yahudilarniki dunyoning nega va patmay, surgun qilinib, tepib chiqarilib, qovlandi qildi iborat. Bu masalani hal qilishdan birdan bir chorasi Yahudilarga Falastinlarda vatan tutish lozim deydigan bu ikki asos ustida qurilgan. Ziyonizm degan yuqori qarnishimiz tonishtirgandek siyosiy nishonni asos qilgan siyosiy harakat bu. Bu oxirgi tarixiy ko'rinishini qardoshimiz Adiljon tonishtirdi. Men oxirgi siyosatdan desam siyosiy nishon asosidagi siyosiy harakat. Ya'ni Falastinda Yahudiga xos bir davlat qurib, buni kengaytirib Buyuk Isroiliya davlatiga aylantirib, Buyuk Isroil davlatidan maqsad Misrning bir qismi, Sayna, Ordon, Suriyaning bir qismi, Saudiya Arabistonining yerimi, Iroqning yerimini bütün elib Buyuk Isroil davlat qurib, bu orqali dunyoga hokimiyat qilishni nishon qilgan bir siyosiy harakat. Bu Ziyonizmniki tonishtirilishi. Ziyonizm nimaga tayinli? Talmudga tayinli. Qarnishma bir bo'lak manbani tonishtirdi. O tarixiy koni nimasi? Ma yangi 21-asrda shakllangan Sahyonizm yoki Ziyonizm asosan Talmud. Talmud bu Tavratningki Yahudilar tarafidan yozilgan siyosiy ideologiyasi. Yahudilarni tanimoqchi bo'lib qolsak, Talmud degan bu kitobni qarasa bilan Yahudilarningki nishon maqsadlarining hammasi mana deb ko'rinadi. Xo'sh. Endi bu Ziyonizmni mush oxirgi yaqinqi davrda olimlar biz tanishgan uni misol Abduvahab Maysiri. Bu odamniki Ziyonizm haqida yozgan 8 tomlik yomon cho'ng hajm kitobi. Bu odam nima deb tanishtirdi bo'lsa, Ziyonizm Yevropa qit'asini Yahudilardan iborat ortiq insonlardan, keraksiz insonlardan, nagvas putlik yashan bo'lgan, ovorsizlik topgan yuk insonlardan tozalash harakati deb tanishtirgan. Ziyonizm Yevropani Yahudilardan iborat ortiq insonlardan, yoki Yevropaning ehtiyoji bo'lmagan bu insonlardan tozalash harakati deb tanishtirgan. Ham nimishqa bu Falastin tanlansa, Falastin g'arb dunyosiga nisbatan strategik bir o'rin bo'lganligi, ham tarixiy jihatdan Yahudilar bilan bir munosabati bo'lganligi uchun Yaqub alayhisolamning, Yusuf alayhisolamning zamonlarda shunga shu Angliya tarafidan shuya tanlangan deb tanishtirdi. Ana bu biroz yana tarixga qaytsak, Falastinlikni Yahudilarning Falastinga qaytish fikri yangi davrda chiqqan bir fikr emas. Bu tarixdan biri. Yani şu Falastin zeminden çıkıp ketkendan tartib biz yani Falastin qaysa qo'ltaydigan bu to'y bo'ladi ba'munsiz. Ama bu qachon qaytdi desa, Hazrat Aysa alayhisalom kelgan vaqtida, yani qayta kelgan vaqtida Sulaymon alayhisalomning ibodatxonasini qayta qurish va shu vaqtida Isroil davlatini qurish deydigan bu e'tiqodga ega bu Yahudilar. Tarixdan tartib mush e'tiqod ba'munsiz.
Ular şartı demezse İsa Aleyhisselam kelse enin kendi devlet kuralayız, enin kendi Süleyman Aleyhisselam'ın ki ibadethanesini ya ki üniversitesini saklagan ambirini ya ki sır ambiri deydi, onu kayıt tikleyemeyiz diye bu itikat Yahudinin ki akidesi bu. Ama yeni devirdeki Hartizil. Lekin hozirgi ziyonizm Yeni ziyonizm bu itikattan vaz geçip, bu Hazreti İsa Aleyhisselam kâgiçe biz nerede yaşayımız dünya sürgün bulup yaşamdık degan nokta nazar bilen onu taşlayıp ötüp biz hazır kuchimizni tayinib davlatdagi eng cho'ng davlatlar kim bo'lishidan qat'iy nazar uning kaynak chirab uning qo'llashini keltirib Yahudi davlatini qurib chiqishimiz lozim deydigan bu siyosiy nishonni tutib mangan. Hem uzun zaman davomlashgan diniy tashviqotlar yuqorida qarinishimiz. Undan keyin bu yangi davrdan ki zionizmi 19-asrda Yevropa qit'asida maydonga kelgan. Bu Yevropa jamiyatiga munosabatlik Yahudilarninki ijtimoiy ahvoli, iqtisodiy ahvoli va fikriy holatiga munosabatlik shakllanish. Chunki Yevropa pomchik zamonidagi Yevropada bu Yahudilar bosh ko'tarolmagan. Bular ayrimchi bir millat bo'lganligi uchun Yahudilar boshqalarga qo'shilmaydigan, qo'shilishni xohlamaydigan, singib ketishni xohlamaydigan bir millat ayrim yashayotganligi uchun pomchik jamiyatida chetga qilgan. Bu sababdan G'arb dunyosi xristianlar bularni chetga qoqqan yoki bularni yomon ko'rgan. Endi Yevropadagi pomchik nazariyasi yoki pomchik tuzumi o'rilib, uyg'unish davri Fransiya inqilobi maydonga kelgandan keyin bular bir-birlab pomchik davridan hur bo'lishga, ozod bo'lishga boshlagan. Endi bu kapitalizm davri kelgancha bularning ta'liqi keldi. Kapitalizm davri kelgan vaqtda bir amallar qilib bular dunyoning iqtisodiga qo'l qo'yish orqali har xil usullar bilan to'g'ri bo'lsin, xato bo'lsin, parxo'rlik bo'lsin, yoki o'sim bilan bo'lsin, dunyoning iqtisodini kontrol qilish sababi bilan yana Yevropa qit'asiga patmay u yerdan yomon ko'rilgan. Bu Gitlerninki harakati bu bikadan bika emas. Yani iqtisodiy jihatga kontrollik. Albatta uningda ilgari inglizninki o yerlari bor, uni birozga ochamiz. Demak bu Yahudilar pomchik davrdan keyin, Yevropaning pomchik davridan keyin Yevropa jamiyatiga bir az moslashgan. Ammo bu yerda bir qiyinchilik duch kelgan. Ya'ni Yahudilar dedi, biz qanday bo'lib e'tiqod Tavrat qilishni deymiz? Fikr, siyosiy ideologiya yoki fikriy jihatdan Talmudni qanday tutib ma'laymiz? Vatan jihat Germaniyada yashayli, Fransiyada yashayli, Angliyada yashayli u bo'lib. Hem kültür cihetten özümüzdeki kıymet karşımızga, mukaddes kitabımız okşamaydigan bir cemiyet kanda yaşayalayımız deydigan bir sual duch kelgan. Yani qisqartib aytganchada sekularizm, G'arb dunyosi, Fransiya inqilobidan keyin paydo bo'lgan sekularizm bilan boshqa millatlarga aralashmaydigan, boshqalarni qabul qilmaydigan bu holatimizni qanday moslashtiramiz deydigan bir qiyinchilik duch kelgan. Bu masalalarda Yahudilar 4 turga bo'lingan. Bir qismi muhofizkor qism, ko'ni holatida biz boshqa millatlarga aralashmay ayrim yashaymiz. Bugungi Amerika'da var mı ya başka yerde bir kısım Yahudiler var. Bir xil kiyimler bilan bir xil odatlar, muhofizkor qism var. Endi keyin bularning skolar o'g'anlari var, nim bo'lsin bugungi holda. Endi islohot aqim bor. Shuning bilan birlikda biz Talmudni taqimmo kundan kun o'zgarib turgan bir kitob bo'lgandan Yahudilarning qo'lida yozilar. Tavratning sharisi va Talmud. Bu asosi shakllangan 19-asrning oldida shakllangan zionizm harakati var. Demak, Yahudilarning diniy aqimi İsa Aleyhisselam kelgan chaqda davlatni endi qura olamiz. Uningda ilgari davlat qurib qolib qolsak, bizning shariatimiz xilof deb qaraydi. Ammo Sionizm harakati biz uning bilan ishimiz yo'q. Biz bugun bizga davlat lozim degan bu nazariyani tutib olgan. Xulosalagan vaqtimizda Sionizm harakati dastlab Yevropada shakllangan, keyin Angliyaniki Yahudilarni Falastinga ko'chirishi yoki Yevropani tozalab Falastinga chiqarishi, ularni himoya qilishi, qo'llashi, zamin berishi, mansab berishi, enin kendinden yukarı kardeşimizden o'xshash bir tashkilot bor. Bu tashkilotninki ismi Irgun. Ya Irgun emas, Hagan deydigan. Bu qaroqchi tashkilot, qurolli holatda. Buningki aşağıdaki yerlik insonlarni qo'rqitib, o'ltirib, harakat olib berish bilan bu zionizm bu Yahudilar orasida kengayib tarqalgan. Xo'sh, Alloh razı olsun. Doktor Amda Mashada yuqorida men sözünüzü tatib olgandim ki programının davomida qilaylik deb. Shu Yahudi Zionizm bilan Hristiyan Zionizmning o'rtasidagi farqlar, nim munosabati bor ikkisiniki? Deb aytgandek, amaliyotda bu Hristiyan Zionizmi bu Zionizm yani. Yahudi Zionizmni e'tiqodiyatni qo'llaydigan bir alohidlikka ega. Chunki hozir ko'ryapmiz axborotlarni.
16. asrda dedik bu Avrupa'da Katolik yani onun tesirin çan küçüyüp gitti. İslah hareketi başlandı. Bu aldığından şu dini Hristiyanlığın itikat sahasında başlandı. Onun ismi Protestanlık yani. Protestanlık Katolikten ayrılıp çıkıp İslahatını teşebbüs kıldı. Şundakla İslahat arkalık Hristiyan dünyasındaki kaytadan bir gülünlüğalıqını otur koydu. Şungalıqı bu itikat cihetten başı sebebi del şu. Katolikler hem yani hurapatlık tutup ketken boğalık için biz resmi Hristiyan murtidek yaşamlık degen andak bir düşüncesi var. Çünkü İslahatçılık, ekim arkalık emniyette deydi ki bu hazır sile ki bu düşünceler ya Katolikninki. Bu düşünceler bilen biz kaydın dünya sensi çıkamayız. Şuna Tanrı'nınki bu İsa'nın kulu arkalık dünyaya hakim buluş için çoğum Yahudilarınki öz Palestin'e kayıtı bir devlet kuruş gerek. Uya devlet kurulup boğandın ki uyada Süleyman Mebidi kaydı tikiliniş gerek. Ve Mesih, Mehdi kayıtını kildi. Kege vaxtıda şarayet hazırlandı. Şarayet hazırlanan vaxtıda anladın biz yeryüzündeki zeminde hakimiyetini kuralayımız deydi. Şuna del muşun noktadan Ziyonizmni yani Yahudilerin Ziyonizmni itikadiyatı kolluğan buldu bula. Protestan buluşu ameliyette Engelya deyimiz, Irmanya deyimiz uyada zor alkış kırışı Gollandiya'ya geçe. Hatta ben biraz burun depet günümdek bu Germanya'da alayda Engeliya'da Protestanlık bir kolgan Protalla natte küçük şekilde doğubiçlik kılaydı. Bula tesir dairesi ta Engelya padişahı için yitip paralaydı. Bula bu cihatte bu Protestanlar bu Hristiyan Siyonizmni kollaşqa kirişip ketidi. 1860 yıllarga vaqtida bununki berbatisi Hitcher deydigan kishi biraz burun deb o'tgan bu Theodor Herzl bilan ko'rishdi. Theodor Herzl bu Hitcher degan kishini bu dunyo Siyonizm tashkilotiga alohida mimonsib taklif qildi. Bularning fikrlari bir yerdan chiqdi va bir-biriga mos keladiganligidan iborat majatli fikrga berillikka keldi. Ama Hristiyan dünyasida qaysi siyosiy erbab bu Ziyonizm fikrini qo'llagan desa Napolyon Bonaparte. Napolyon Bonaparte bu Fransiya inqilobi bo'lgandan keyin Fransiya inqilobidan keyin bilasiz bu xalqaro yoki dunyo inson haqli xitobnomasi e'lon qilindi. Bütün insonlar barobar va adil bo'lish kerak deyilgan. Yani bu arkalık Yahudiler davamlı tədqiq qılğan Yahudiler bu xitoblarni e'lon qilish shunday Fransiya inqilobining ta'siri bilan hech bo'lmasa Fransuzga o'xshash barobar yashay oladigan bir fuqaroga aylangan bo'ldi. Bular Yahudilar uchun cho'ng bir fursat bo'lib qoldi. O'zining din erkinlik nisbati yashaydigan vaziyat shakllandi. Napolyon Bonaparte amaliyotda Yahudilarni qul orqali uning maqsadimdi. Misr taraf hujum qilish bu tayyorlikni bo'lganlik uchun küçük olduğu için kurallık hareketlendirip yüzün küçük güç katış. Şu Napolyon Bonaparte bu Hristiyan Siyonizmini kollagan tarafinden muşu. Hatta Napolyon Bonaparte bunun emez Polonyalıkını mı kollaydı. Meselelere karşı ya başkalarına karşı. Ama ki Napolyon Bonaparte taşıdı bulanı. Yani o yerde biz de bu dinimiz Hristiyan Ziyonizm'deki yeni bir ismi Evangelizm dep koydu bunu. Bu da Amerika'daki Trump hükümeti de Amerika'nınki siyasette de teopolitik deydi onu. Aşağıda siyasetin dinin tesir güçlüşü. Degen aşağıda güçlük asaslı nüfuzluk ego olan ikim del Evangelizm. Evangelizm'in yeni bir ismi Hristiyan Siyonizm. Bular bilan shunga Trumpningki alohida Quddusni yoki Falastin davlatini, İsrail davlatini qo'llash sababi dal Ashyadan kelib chiqadi endi. Shu evangelistlarniki kuchi xeyli bor. Bu siyosiy taraf jihatdan Amerikada kuchli ekanligi haqida dalil paketlar bor. Bu taraqqiy topgan illarda nisbatan kuchga ega deb qaraldi evangelistlarniki. Shunga biz Netanyahu'nunki yoki siyasetin tigi de bu teopolitik diyen
ya'ni dinning ta'sir uchragan siyosatning bağlığını yutup kılsak xatalashgan bo'lmaymiz deb qaraymiz. Davamlı anlab kelamiz hamda. Geopolitik deydigan, ya'ni coğrafyanın ta'sir uchragan siyosat. Sosyopolitik deb anlaymiz. İctimai hadiselerin ta'sir uchragan siyosat. Ondan keyin bu geopolitikka misol bersak, Charles Sovet İttifoqining Afg'onistonga hujum qilishi shu geopolitikning bir ifodasi deb qaraydiganlar bor. Şunlarlıqı Hristiyan Zionizmininki bu Zionizm o'rtasidagi yoki bir-birini qo'llashi daliliqi protestantlik tutishi deb qarasak bo'ldi. Xo'sh, xo'sh. Ko'p birimiz izoh bersin. Xo'sh. Qistirmoq qilsam. Bu yerda qistirish degishlik alohida muhim bir nuqta bor deb qarayman. Gerçi kardeşimiz bunu açtı. Ben kıskalam. Zionizm hareketininki Palestin'de Yahudi devletinin kuruş nişanı bilen Garip devletlerininki mustemçilik nişanı ve İslam devletlerine parçalab baş kuruş nişanı hem de Yahudinin ibaret bir sakçı devletinin tikleş nişanı birleşip kalalı. Şunun bilen birlikte Protestant mezhebininki Avrupa'daki dini islahat bağın buna İngilizce bilen Amerikalı bu itikatta köpeğinse Protestant mezhebinden asıl Yahudi emas. Bularniki itikadı bilen bu Zionizm, Yahud Zionizmniki itikadınki uçuruşup kalgan bir tarafım var. Nemede qaysi sebeptense çünkü bu Protestant mezhebidekiler Tevrat'a mı itikad kıldı? Tevrat'a mı çokun? Bular deydi ki Tevrat çokunu kalmak için Hazreti İsa Aleyhisselam'daki bu dünyaya tızrak geliş için Yahudilarınki Palestin zemini var. Ya devlet kuruş arkalık aşağı Müslümanlar bilen can kılışı buna hormuzcun degen koşuş bulunaki bir xiyal. Bu canın sebebini eninken dünyanın ıslah kılışı için Hazreti İsa Aleyhisselam şudu. Demek Hazreti Aleyhisselam tızrak için bu Yahudiların tızrak uyarı yollap canın tızrak meydan gelişi lazım deydiğen bu itikadı var. Bu Hristiyan Zionizmininki. Bu Hristiyan Zionizminin fikirleri Avrupa'ya icraat kıygan Hristiyanlar bilen ya Avrupalıklar bilen üyedim o kengre tarqalgan. Şuna Amerika'da yoki Amerika hükümetide yoki Amerika xalqidan ko'pinchisi Yahudi devletiga yoki İsrail devletiga yordam berishni diniy e'tiqod masalasi, iymon masalasi deb qaraydigan radikal Hristiyan jamoatlari yoki harakatlari yomon ko'p. Masalan, biroz qaytsak tarixga Zionizmning yangi qurg'isi Theodor Herzl Abdülhamid Han Osmanlı'nınki ahirki sultanlarının Abdülhamid Han'da zemin alanmagandıkken yani Palestin'de alanmagandıkken bu Palestin zeminde devlet kuruştu vaz geçken. Vaz geçip bu Hristiyanlığa özünün etrafı kollagan Zionizm Hristiyanlığa bir devlet biz kurup aladı. Irak kurup alınmaydı, Afgan'da kurup alınmaydı, Argentina olsun meyli, Kanada olsun meyli, ne olsun bir devlet kurup aladı diye vaxtıda bu Hristiyan Zionizm bunu tanqid qilgan. Sen nima deb o'zingizga itikadingdan voz kechsa, nima deb o'zingizga yo'lingdan voz kechsa, bu Yahudilarning davlati cho'qim Falastinni qurilishi kerak. Biz bunun kuchaymiz, davlatlar bilan biz yo'lmag'amiz. Qo'limizdan kelgan bütün yordamlarni bermiz, sen bundan voz kechma deb Herzlni qattiq tanqid qilgan. Shunga ba'zi tadqiqotchilarniki Amerika sohasidagi tadqiqot qilgan vaqtida Amerikada 100 televiziya kanali bor ekan bu Hristiyan Zionizmning. Mingga yaqin radiosi bor edi. Agar bu ming degan san biroz mubolag'a olsam necha yuz. Endi 80 ming pop Amerikada mushu Hristiyan Zionizmning harakatini bor dedi, tashviqotini. Ya'ni o deganlik Yahudini qo'llaydi. Yahudiga destek verdi. Bütün kuchi bilan bu Yahudini yo'laydi, uningga kaynab turdi dedi. Demak bu Zionizm harakati Ziyod Herzlning qo'li bilan oxirida bir şekilde Zionizm harakati Yahudi meselesini başkalarının zeminini mustamlik qilish bilan hal qilish chorasida Yevropa shakllangan mustamlik harakati iborat xulosalab o'tadi. Zionizm harakati mustamlik harakati iborat. Yani Yahudning meselesini hal qilamiz. Nimishqa Angliyada hal qilib o'tmadi bir parcha zemin berib, bo'lmasa nurg'un zemin Inglizning qo'l deydi, Falastin Inglizning qo'l deydi. Afg'oniston talab qilib uyani rad qildi. Kanada ketay cho'ng uyaga rad qildi, Argentina ham rad qildi. Meyada to deb. Demak o'zininki bir nishoni bo'lganligi uchun. Demek bu Avrupa ya garip elleri Yahudilarni Arab dünyasıga yoki Falastin yötkeş arqali o'zining siyosiy manfaatini qo'g'daydigan bir saqchi davlatga tiklash maqsadi bo'lganligi uchun Yahud davlatida u yerda qurib chiqarlik. Bu ishninki oldingi jarayon bor. Shunga bu Zionizmni g'arb madaniyatiniki mustamchilik harakatidan ayirib buni tushungan bo'lmaydi. Men bugun qaraydigan bo'lsa, g'arb davlatlari Isroil nima uchun shartsiz, qaysiz holatda cheksiz qo'llaydi bo'lsa, buningki sababi dal
İngilizlerde olsun, Amerikalarda olsun, başka olsun, itiqat meselesi görüp takıl. Yani Hristiyan Zionizmlik hareketinden ki ne kadar güçlü ekanligi, lobichiligini bu yerden tushunib olgan bo'ldi. Demek bu Zionizm hareketi G'arbninki mushkulasini, G'arbning mushkulasini G'arbcha hal qilish usuli demek. Yani başkalarının ziminini beselip ya da alıp şunu tüketiş demek. Bu kısturmada yani. Allah razı olsun. Adım müşahede hem doktorun hem sizlerinki sözünlerini texinbek takitleş için şu Elam Pape'ninki sürütü yenimiz çıksın. Bu şu yukarıda digen noktalarını acayip Yahudilerin ataklık yeni devir tarihçisi Elam Pape. Bu 2006 yılı neşir kılgan şunakla Angliya ve İsrail hükümetlerinin münasebetlik mahfi devlet hüccetlerine tayinip durup bana müşahedem şu. Bu adamın ki mesela nimesiga qarsak kitabını çıkarmaya turaylı hazır. Elam Pape 1930 yıllarda Nazistlerin ziyankeşlikinden kaçıp Germaniyada Palestin köşken bir Avrupa Yahudisi ailesi de 1958 yılı hazırki İsrail'in Hayfa şehrinde tuğulgan kema adam. 18 yaş vaxtida İsrail Devlet Müdafiə Armiyasiga qaytilib 73 yıldaki Yom Kippur urushida hazırki Suriyaning Javlan igizligini elib olish, shuni ishg'ol qilish urushiga qatnashgan bir kishi hamdi. 1978 yılı Yerusalim İbrani Üniversitesi'ni bitirib 84 yılı Albert Horani ve Roger Owen'ning yetakchiligida Angliyadagi Oxford Üniversitesi'ninki tarix fanlari doktorluk unvoniga erishgan. Uning tunji doktorluk ilmiy maqolasi ve kitabı Angliya ve Arab İsrail'e to'qinishi edi dedi. Ama bu adamla insan dikkat qilish tegish narsa ma'lum kitabını chiqaraylik masalan şu yozgan şu etnik qirg'inchilik nomidagi Palestindagi etnik tozalash kitabı. Bu kitabida şu nima deydi deganda 1948 yıldaki BDT'nin taksimatıga razı olmagan tarafının İsrail'e ekanligini, urushni dastlabda İsrail tarafından başlaganligini bütün tafsilotini Angliya ve İsrail'nin devlet maxfiy dokumentlarının dalil keltirib turib bu yerda qanchalik qirg'inchilik qilganligini bütün dalil isbotlarini o'ttirib qo'yib, jami 531 Palestin kentining butunlay yo'qotilganligini 11 şehir vayron qilinib, İsrail'e BDT o'ttirib qo'ygan ikkiga bo'lish planiga asosan Palestin zeminining 57%ni egallashga rozi bo'lmay 78%ni ishg'ol qilib olganligini va shuning bilan urush qo'zg'alganligi deb nurg'un masalalarni tilga oldi ekan. Birla mushu kitobida yuqoridagi so'zlangan bu ikki mayli Angliya bo'lsin, mayli İsrail'dagi hozirgi Zionizm fikridagi, e'tiqodidagi bu hokimiyatning qaysi darajada nimalarni qilib o'tganligini bütün tafsili, tarix, hamma narsalarni o'tirg'a qo'ygan. Ve yana boshqa kitoblar var bu adamniki. Hamda müşahede doktor hamda sizga kelsak Adiljon. Hamda g'arb allari har ikkilinglar balkim azazdan gap qilishinglar mumkin hamda. Mushuncha vala bugungi ko'rib turibmiz. Yil qurilgandan tortib bu narsa. Nima ish qildi va Erdo'g'anmi davomli deydi bütün bizninki bir qarzimiz yo'q İsrailga. Boshqalarninki qarzi va qo'sqining og'rishi va yoki bizning tilimizga aytgan vaqtida. Shuning uchun uni oldida til tutilib qolgan bilan bizning tilimiz tutilmaydi deb Erdo'g'an bütün so'zida qilchilik bizning qarzimiz yo'q deb hamma so'zni qaysi kuni Germaniyaga borgan vaqtimda qattiq gap qildi masalan. Bu g'arb dunyosi nima uchun bu fikrdagi bu zionistlarni bütün jon jahli bilan xuddi o'zining davlatiga bir tashqi bir kuch hujum qilsa-mu, shunchalik qo'g'disa, shunchalik chiqim qilar masalan, pullarni, Qur'onni hamma bir. U darajada qo'g'dishi va u yerda o'zininki masalan xristianlar, diniy qarindoshlari o'ltirilyapti. Faqatla musulmonlar o'ltirilmadi masalan. Mush bombardimanda chirkovlar vayron qilindi. Mushunda batbashir kichik bolalar degan minglarcha kichik bolalar. Bu vahshiy suratlarni oldim yana shu. Uni ko'masga seliblar butunlay jon jahli bilan nima uchun qo'g'daydi masalan. Ovozingiz ketdi o'g'ay. Endi bu savolga xalqaro munosabat o'qonlar javob bersa
Səhim yaxşı oldu. Xoş. Eğer muvaffak etsiniz, Buldu. bana sualga kim cevap verse Hadi yaxşıрақ şikil olan oladın gedib sordum ben hem de. Ha, Ustaz eğer Abdurrahman Abdurrahman Cemal cevap başlasın verse. buldu. Tamam. Aha. Yukarıda sözümüzge to'liqlama aladimiz desek, İsrail, Amerika ve G'arb davlatlarininki Arab dunyosini kontrol qilib tutib turadigan Xoş. ve G'arb dunyosining manfaatini qo'g'daydigan soqchisi ve harbiy bazasi iborat İsrail. Bunun neçilgan delilleri var. Hatta Amerikalık bir ismini unutib qoldim. Kongres a'zosininki İsrail Amerikanınki aviamatikasi degan so'zim aniqli. Yani İsrail bizga nisbatan bir harbiy bazadir. Arab davlatlarine, Müslüman davlatlarine baş ko'tarmayib, mush parchalar tutib, to'xtamay bulan talan qilishga harbiy baza degan so'zim bir kongres a'zosiniki so'zi bor. Uningdan sirt Biden, hozir Bidenni misol olsak, Amerikan raisi. Bu rais bo'lishdan ilgari bir qancha yil ilgari shunday bir so'zi bor. Agar bizning manfaatimizni qo'g'daydigan, bizning saqchilik vazifamizni o'taydigan İsrail davlati bo'lmagan bo'lsa, Amerika davlati İsrail bizga xizmat qilgan İsrail davlatini bir yaratishi lozim deydigan so'zimi bu videolarda bu kengari bor. Xoş. Nima uchun yordam beradigan tushunish uchun. Demak, bu yerda G'arb davlatlarininki, ularning Amerikaninki, O'rta Sharqdagi, Arab dunyosi, Islom dunyosidagi manfaatlarini, qaysirak manfaat, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy manfaatlarini kontrol qilib qo'g'daydigan bir saqchisi bo'lganligi uchun shunga buning alohida kuchaydi. Endi Amerika bilan yaqinqi bir oy jarayon qilsak, Amerika bilan G'arb dunyosi Isroilni eng ilg'or qurollar bilan qurollantirildi. Eng ilg'or qurol chiqib bo'yicha birinchi qatim kim ko'rdisa, balasi o'zining harbiy bazasi bo'lgan ekan, Isroil qo'ydi. Boshqa davlat sotmagan qurollarni G'arb dunyosi birinchi qatimda Isroil qo'ydi. Nima ish ko'rdisa, bizning bu yerlik manfaatni qo'g'daydi. Arablarni bizga vakolatan boshqarib turdi, idora qildi, bo'ysundirdi degan bu e'tiqodlar eng ilg'or qurollar bergan. Ammo bu qatimqi Hamas bilan bo'lgan kurashda bu Amerikaninki o'yi to'g'ri chiqmay qoldi. Ya'ni Yahudlarninki Amerikaninki saqchilik vazifa o'taganmaydiganligi mana deb chiqib qoldi. Chunki 3000 Hamasninki askari 7 soat ichida 10-oyning 7-kuni 7 soat ichida 40 kilometr, ya'ni G'azga o'xshab 40 kilometr doirani kontrol qilib olgan. O Yahudilar o'lganlar o'ch boshqa. Bir Tangsxonni portlatib etdi degani, bu tuniginki chiqqan isbotlashsa, Yahudning o'zining tekshirishda buni Hamas portlatmagan, balki İsrail harbiy bombardiman u portlatgan shu urushda. 7 soatlik davomlashgan urushda. Buni qistirib o'tib ketaylik. Demak, bu 7 soatlik urushda 40 kilometr zaminda yo'qitib qo'ygan İsrail askarlari 300 mingga yaqin askarlari hang-tang qilgan. Xudini yo'qotgan bo'la. Ma'naviyati bular tugashgan. Şuna bular qattiq qo'rqib ketganlikdan 67-yili 4 davlatning birlashma armiyasidan g'alaba qilgan Yahudlar, İsrail, masalan Misrninki, Suriya, Ordon, yani bir yana ko'lab 4 davlatning muqovatida İsrail vaqti yan bo'lgan. 70 ga kelgan chog'da Misr armiyasi yan bo'lgan yolg'iz holatda. Demak, buning kuchiga asosan bu Yahudlarda mag'lub bo'lmaydigan askar, dunyoviy askar, ilg'or askar deydigan bir nom bor. Xoş. Ama bu qatim 3 tutib bo'lgan bu 7 soatlik urushda qattiq qo'rqib ketganlikdan 30 kun qadar 300 ming askar G'azza tuprog'iga dasyanmadi. Mayli Amerikadan vasiyati bilan bo'lsin, mayli boshqalarning maslahatchisi bilan bo'lsin, nima sababdan 300 ming askar G'azza 30 kun qadar dasyanmadi. Popozini jiqqilda kiranmadi. Bular bu jarayonda har kuni Amerikaga bizga aeroplan avat, bizga qurol yarog' avat, bizga askar avatdir. Ve evet. To'xtamay evet deb shikoyat bilan, dard yolvurish bilan boshladi. Ham Yahudlar mag'lub bo'lmaydigan askar alayt zo'r kuch degan bu laqimi bu 7 soat ichida tamoman yerilib yeksan bo'ldi. Yuzi qolmadi bo'ldi. Dunyodagi Mossad istixborotlik eng dunyoda birinchi darajalik Mossad mag'lub bo'ldi. Mag'lub bo'lmaydigan qo'shin degan u e'tiborim tugashgan ekan. Bu o'zining yuzini saqlab qolish uchun qandoqlik qiysi qilib bir g'alaba qilgan shaklda maydonga chiqish uchun bir maydonga chiqolmay, shu havodan bombardiman qilib, qanday qilsam g'alaba qilgan holatdan kelma deb, ayol olamdi, qari olam, doktor qalamdi, hamma ham bombardiman qiladi. Yani dünya tarixida, insoniyat tarixida ekran oldida, kamera oldida butun davlatlarninki, G'arb davlatining hammasining qo'llashi, tabriklashi, himoya qilishi bilan insoniyat tarixida eng chong irqiy qirg'inchilikni elib bordi. Buni hammamiz shohid. Buni G'arb davlatlarining o'zidagimi yuqorqi bir qism professorlar o'xshash tadqiqotchilar usulning o'zimi bu irqiy qirg'inchilik deb bayon qiladi. Hattoki Ispaniyadagi ba'zi bir ministrlar bu irqiy qirg'inchilik deb G'arb dunyosidan bu xil ovozlarni chiqyapti.
Demek bu g'arb İsrail qattiq qo'rqib ketganlikdan İsrailning harbiy qo'mondonlari, askarlari biz inson bilan urush qilmayapmiz, ko'langi bilan urush qilyapmiz degan bu ifodani takrar o'tirib chiqaradi. Hem gibimiz gelsek Amerika ve g'arb dunyosi 10 ayning 7 kundagi Hamas bilan İsrail askarlari arasida 7 soatlik jangdan bu İsrailninki bo'lanmaydiganligini his qilib yetdi. Xo'sh. Yani bundaki Müslümanlar bilan bir jang bo'lib qolib qolsa bu İsrailninki darhol mag'lub bo'lganligini his qilib yetib shu kunlar necha ming askar avatdi. Shu kunning o'zi qanmaylam ishga oyomatga avat hammaylam bo'ldi. Angliya, Fransiyadan tatib harbiy aeroplanlarni, suv osti paraxotlarini ekkeldi. Shu kunning o'zidan 7 davlatniki istixboroti hammasi İsrailga yo'tkilib keldi. Sabab nima esa biz 50 yildan ortiq mabaynda, balki 50 yil emas, 48 qurilgan bo'lsa, uningda ilgari biz quvgan, bizning manfaatimizni qo'g'daydi deb qargan, biz qo'zi qilib tikilgan bu davlat bu 8 soat, 7 soatdan sonra bir kichik bir tashkilotlar mullaqat yo'qolib ketadi deb shu kunning o'zi xuddi o'zining urushidek, o'zining davlatga kelgan tahdidga o'xshashlar hammasi u yerga cho'g'irib kelib, bu yerda biz bor edi. Nurg'un qurol yaroqlarni u yerga so'rab keldi. Shu vaqtda o'z yahudlarga qo'rqmanglar, biz akanlar bor, biz qo'g'daymiz, biz himoya qilamiz deb ularga tasalli berdi. Demak, bundan qanday xulosa chiqarmasa, Hamasninki İsrailiya bilan bo'lgan kurashlar faqatlam İsrailiya tuproqi doirachidagi askarlar bilan bo'lmaydi. Belki İsrailiyani qurib chiqqan inglizlar İsrailiyaga madad berayotgan, qurol yaroqlarni ta'minlayotgan, butun istixborot uni ta'minlayotgan, kayni turib yo'layotgan akillarning ismini demsakmi, shular bilan bo'layotgan bir kurash. Agar mushu reallikda qaraydigan bo'lsa, bu urush agar Hamas bilan kichik bir tashkilot İsrailga o'xshab 300 ming askar va dunyodagi eng ilg'or qurolli davlatni bir maydonga chiqib qolsa, İsrail allabirun buchaq 30 kundan ichida yer bilan yakson bo'lib tugaydi. Agar g'arb davlatlari tutib olmagan bo'lsa, bu urushga aralashib olmagan bo'lsa, allabirun bu tugab bo'ldi. Nima ish bunday demasa, İsrail demek Amerika'nın saqchisi ve harbiy bazasi demektir. Şu bu Hamas'ın urush faqat İsrail bilan emas, harbiy bazasının egillari bilan, saqchining akillari bilan bo'lg'achqa bu urush bir az uzun surishi mumkin. Bu sebepten bu saqchi qilib tikilgan davlatlarningki İsrail inson huquqini dafsanda qilsinmi, demokratiyani dafsanda qilsinmi, kishilik huquq deyli, uchi buchi deyli, hammani dafsanda qilibsin, Amerikaning yuzini to'kibasmi, sen to'xta demaslikka. Ma yüzümüz tushib ketdi, qizardi demaslikka. Qizarmasligining sababi buni qanday qilib qutqizib olmasak bo'lmaydi. U keyingi gap. O'shu degan xolisak o'zgartirib o'tamiz deb shunga bu zionizm davlatiga, İsrail davlatiga shun cheksiz, shartsiz holatda yordam berishningki sababi bu. Shu oxirida yana degan vaqtimizda agar Amerika bugun Rusni Afg'on bilan muloqot qilib oldi, jiqitdi. Agar Xitoyni jiqitmoqchi bo'lib qolsa, yoki Xitoyninki Yevropa qit'asiga taqimi ishkirlab kelishiga cheklama qo'ymoqchi bo'lib qolsa, kimga muhtoj esa Isroilga emas, balki Hamasga muhtoj. Hamasga o'xshash o'limdan qo'rqmaydigan, Hamasga o'xshash aqidasi uchun, vatani uchun, millat uchun jon beradigan, o'lib ketib qolsa, shehid deydigan bu xil kuchga muhtoj. Agar Amerika bu yerda nimani yo'llagan bo'lsa, Isroilning o'rniga Hamasni yo'llagan bo'lsa, bugun Xitoyninki oldina taqimni to'salishi mumkin deb ko'raman. Ko'p rahmat. O işteki siyasi tarafını da yapıyor şu. Xo'sh. O garip devletlerindeki Amerika'daki Yahudilerin bana lobiciliği intihar güçlü kemdi. Siyasetke tesir kılışı, iktisadga tesir kılışı, kanunlara tesir kılışı, hatta özünki Yahudi irqi qirg'inchiliginiki tarixdagi eng vahshiy etilgan irqiy qirg'inchilik deb uni qonun jihatdan rasmiylashtirish uchun o'zima g'arb dunyosiniki bunday shartsiz qo'llashga sabab bo'lgan bir omillar deb qarasak bo'laydi. Lobichilik. Bu intayin muhim masalamdi. Hozir biraz Abdurahmon Jamal deb o'tdi, Amerikadagi evangelist bu Siyonizmdagi ta'sirini, siyosatdagi ta'sirini, undan keyin bu jamiyatdagi ta'sirini deb o'tdi. Bu bak muhim narsa, chunki u yerda o siyosatchilar nimalarga ovozga erishilgan, ovozga ehtiyoji bo'lgan bo'lg'achqa, hayotdagi Yahudilarniki Yahudi lobichilikniki bunday kuchiga quloq solmasa bo'lmaydi hamdi. Bu intayin muhim omil. Xo'sh. Ko'p rahmat. Programmamizning vaqti tushib
eşip ketdi hamda şu hamda bir muncha masala müşahede tügetsek asas jihatdan eşip berildi deb qarayman boshqa bir gapingiz bo'lmasa. Lekin mushu manba sifatida balkim har qaysi davlatlarning boshqa tillardan bo'lishi mumkin. Abay biz mushu Ilan Pape'ninki bir kitabını Yahudi etnik tozalash degan o kitabını degan to'q. Shuning keyindan yana bir kitobi bor. Masalan shu keyindagi bu kitobning ismi İsrail idiyse. Ha, mush kitap. Bu adam şu Ilan Pape hozirgacha mushu Yahudining abdi bashirsini zionistlarnikini echayotgan ekan. Şu İsrailning dushmaniga aylanib ketdi. O'z vaqtida nurg'un xizmatlarni qilgan bir odam shu yerda tug'ilgan bo'lishiga qaramay 2008-yili İsraildan ayrilishdan burun İsraildagi akademiklarni o'zining fikrini qo'llaydigan akademiklarni shu zionistlarniki qilayotgan bu vahshiylikini buningga qarshi chiqish, kuchli shaklda qarshi chiqish uchun boykot qilishga shu İsraillarni chaqirgan ekan. Va İsrail parlamenti bu Ilan Pape'ni ayıplab, Ma'rif ministri Hayfa Üniversitesi'den onun istifa berishini, hatta üniversitede o'qitishgan to'q, shu istifa berishini talab qilib qolmasdan hatta rasmini gazetlarning birinchi betida e'lon qildirib, hujum obyektiga aylantirgan ekan Ilan Pape'ni. İsrailda o'lim tahdidiga uchrab, oxiri Angliyaga ko'chishga majbur bo'lgan ekan. Qisqa shaklda tilga ilib o'taylik. Hattoki shu Yahudilarning dunyoga tunilgan masalan shu alimi Albert Einstein bu muslim şu nimedeki 1948-yil 4-abay harishkilan so'zilgan şu Deyir Yasin qirg'inchiligi. Bu qirg'inchilik yuz bergan vaqtida New York vaqt gazetining bosh muharriri yozgan maqolasida butun bir bet e'lon qilingan ki shu vaqtida İsrail davlatini qurgan partiya natsistlarga o'xshash fashistlardir va terrorchilardan tarkib topadi. Ular bir terrorchi, Amerika ularni qarshi olmasligi kerak degan shaklda mavzuliq uzun bir nima e'lon qilgan ekanmiz. Va biz nimaga kelsak, yana shu nimadagi Germaniyadagi yana birisi varmış yerda. Bu kim o deganda? Angliya Üniversitesi'nde bu David Ben Gurion deydigan David Ben Gurion 1938-yili 6-yilda xalqaro zionizm harakatining ijroiya mush adam shu. Bu adamni masalan shu men deydi-ki musholqa Abay Ustaz Abdurahmon Jamal so'zlab o'tdi. Masalan shuningki men Falastinga zo'rlab ko'chishni qo'llayman yig'inda ijroiya komiteti yig'inda xalqaro zionizm harakati ijroiya komiteti yig'inda men Falastinga Yahudilarni zo'rlab ko'chirishni qo'llayman. Buningda axloqsizlik bor deb qaramayman degan nuqtani dalil keltirganda hamda. Bu David Ben Gurion Polshada tug'ilgan, Falastinga ko'chib kelgan Sharqiy Yevropa zionistlardan biri bo'lib 49-yili 25 fevralda İsrailning tunji qurg'uchi bosh ministri bo'lgan va 53-yilga qadar vazifa o'tagan dedi. Ya'ni mush shaklda bularningki nimasi oxirida bir yana mushu yozuvchilarning birisi var mishadi. Bu kim o deganda buni so'rtini chiqarib, kitobini chiqarib o'taylik. Bu Amerika Ohio Üniversitesiga qarashli Mortis qonun institutining qonunshunos professori John Quigley. Bu adamning kim o? Kitob nimada? Shu kitobda İsrailning qurg'uvchilarining xalqaro diplomatiyasi Falastinga qarshi Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi aldamchiliklar nomli shu keyindan bir kitob bor. İngilizcha kitobga bu. Shu 39-yili Moshe Shertok ismli zionistlar rahbarining Angliya turish Rossiya bosh elchisiga İsrailga qurish orqali Arab-Falastin masalasini hal qilish chorasi sifatida zionistlarni yo'tkab o'rinlashtirish taklifini sunganligini mush kitobida yozdi ekanamdi. Shu ko'rmalarimiz buningga nimaga agar manba sifatida inshaalloh bu qarindoshimiz Mirkamjon kasbdoshimiz programma qatnashib bo'lmadi, chunki ba'zi bir cheklimlar bo'lganligi uchun uzun maqolasi var mesela nurg'un boshqa va bundan boshqa kitob va avtorlarni yozgan
misallar bilen düşendügen makalesi var. Halisanla uyadım mı? Muşu Abdullah'ınki, muşu İsrail Yahudilerin arasında tesir, küçüba tesir dairesi çoğun boğanmış yazgıcı ve siyasetçilerinki fikirleri oturup koyulgan bir şekilde. Demek biz bugün her taraftan her iki noktadan qarıdıq bu məsələyə. Faqatlam o Müslümanların düşməni boğanlıq üçünlər bugün işğaliyetçi boğanlıq üçünlər biz bu şekilde düşmanımız noktasıdan emmini devalimiz ağzımız kâgende o deplam devaldan şekilde emez. Yani şu milletinin içinden insaflıq boğanlarından mı bu Ziyonistlarınki, Yahudilarınki qaysı derecede vəhşiliklerini qığanlığını ulanınki özününki tarihi materyallardan məxfi dokumentlardan həmməsini tatip açıqıb durup bugün dünyaya elan qılan dağlıq kitapları, materyalları tükülüp durup devamlı bunu. Şu an bu şekilde yüzaki qaraş bilen biz ilgili nurgun söhbetlerimizde deyiştik, paranlaştık, söhbetleştik. Bir vasıta Palestin'in kendine bir atalmış Xitay var diyen şekilde bu yerde Uygurlar bu meselede tuğması gerekti. Anı kılış gerekti, manı kılış gerekti. Yani bu yüzaki sepsetilen insanı için duruş gerek yani. Sen insan digeskep kaldın. Sen Yahudi mi öte? Yani bu Yahudi yazgıçılardan mı öte Yahudi paras mı amdı ya? İsrail paras mı, İsrailiye paras mı digeskülde insanlık. Sen bu muşu milletin içinden, muşların siyasilerinin içinden, yazgıçılarının içinden bir ömür şu işlerin, bütün şu işlere katlaşıp, hemmini körüp, yaşap, onun kendinden yazgan insan oturuğu tüküp nurgun bu materyallarını oturuğu koysa, bununla karımastırlar, burunun uçunu körüp lan bir gün uya bir yerden hatta kolluğallarını, Palestin tarafta tuğallarını İğizga ağılı bulmaydıgan şekildeki hakaret tılla hem de bu. Bu insan hakikaten için durdu hem de. Şu an da inşallah bu programımız bilen biraz tekama bir tefsili halette düşünüşük boğandı da oylayımız inşallah. Allah ömür verse yeni bir katımlık sohbette görüşükçe aman boğaçlar. Programımızı müşahede ahırlaştırayla. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu.